Ürümçi Rafail Soğudu Çaylık Şirketi 3 tenge 3 vellik mallar Şinjan Səpləş Mərkəzinin bugünkü həmkarlaşıq çağırış naq meydan tarixtişini yaxtırıb görüşünlərni şunaqla bizning tarixtişimizni qo'llab berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Shuhrat O'tkir. Xo'sh, undaq bo'lsa oldi bilan bugungi shu naq meydan tarixtishimizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarni tanishtirib o'tsam, davlatlik birinchi darajalik artist Ito Cholpini, Küldürge artisti, el söygen sanatkar, 3 tenge 3 vellik mallar Şinjan Səpləş Mərkəzi şu türünün obraz vekili Adil Micit efendim. Kızın karşılığımız. Onun da başka yeni bir alaylı mihminimiz olsa, hazır şu karxanı başkuruşta en tez terakki kılıvatkan Miren Alaydı Tili Günüş Usulü namlı kitabının abduri, Fransiya, Paris 3. daşiyosının karxanı başkuruş kesbini bitirgen Nurmahmet Muallim. Karşılığımız. Üçüncü mihminimiz olsa, Ürümçi Rafail Soğudu Çaylık Şirketi'nin kurgucusu. 3 tenge 3 vellik mallar Şinjan Səpləş Mərkəzinin məsulü. Yani bugünkü şu naq meydan tarixçimizde uğurlaştırıcı Muzaffer Abdülkadir efendim karşılığımız. Bugünkü şu naq meydan tarixçimizde nurgunluğan dostlarımız taqazalıqdan kütüp atıdı. Biz bu burunki təşviqatlarını mı? Her qaysı salullarda olsun, her qaysı toplarda olsun, nəhayət yaxşı qılğan. Nurgun dostlarımız kaçan tarixtiş başılına dep şunda taqazar bolup onu ahire tarixtişimizni aldınqı tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishlab bo'lgandan keyin endi rasmiy boshlab oldik. Boya deganimizdek dostlarimizning shu tarixtishimizni texnik ko'p do'stlarga tarixtib qo'yishni, ya'ni fenshan qilib qo'yishni, bo'lsa shu tarixtishimizni texnik qo'llab berishini biz chin ko'nglimizda umid qilamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, Muzaffar aka, oldi bilan sizdan tushunib baqadigan shu tur to'g'risida bir qancha masalalar bor. Şu bevas tarixçimizni ko'rib turayotgan, siz bilan hamkorlashishni o'ylayotgan nurg'ulg'an do'stlarimiz, turga qiziqayotgan do'stlarimizga to'g'riliq bir tushuncha bersangiz demoqchimiz. Endi siz bilan biz tanish qilma uzun bo'lib qoldi Muzaffar aka. Bizning shu FM 104.6 qatnash san'at radiomiz orqali do'stlarimizga, bizning anglashlarımizga radio to'lqinlar orqali yaxshi mulozimat qilib kelgan. Sizning o'zingizning aytib turini o'tirib qo'shib bak ustuvchi Muzaffar aka. Masalan, biz bilan hamkorlashgan vaqtda Adilkan Nurmat aka bir yillik lag'man turi. Ondan başqa hamkorlashib shu Talla bozor ichi ishtigandek nurg'ulg'an turlarni radioda tanishtirgan. Bu turlarning unumi intayin yaxshi bo'lib, nihoyat yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan Muzaffar aka. Endi bugungi kunlik kelganda Muzaffar aka mana 3 tenge 3 yillik mal turi deb shunday bir yana Şinjan Səpləş Mərkəzi deganda shu markazni quribsiz. Hozir ko'rib turibdik. Nihoyat keng ko'lamdagi nihoyat cho'ng mallarning turimi intayin ko'p. Endi sizdan so'rab baxsam shu nima deb buningga 3 tenge 3 vellik mal Səpləş Mərkəzi deb shunday ism qo'yib qoldingiz Muzaffar aka. Salam do'stlar. Salam ustozlar, hammanglar. Obdan tudinglarmi? Bugungi ma'vo faoliyatimizga yana shu bizningki 3 tenge shu mahsulotlarimizniki bugun bir echilish murosimi yo bo'lmasa bir shu jamoat bilan yuz ko'rish güzel bir faoliyatga qatnashib berganlarga men shirkatimdagi shu har qaysi jangovar qiz o'g'illarga vakolatan ko'pdan ko'p rahmat ularga. Rahmat. Bizningki endi ma'vo 3 tenge deganning o'zi burun atalg'ularda aytganda aytdik-ku. Biz tenge, tiyin, yambu degandek shuningga biz shu xaridorlarni texnik qiziqtirish uchun nurg'un ism tanlab ketdik-ku buningda. Bu bir xil ota-bobomizdan deb kelayotgan bo'lgandan keyin 3 qo'yliq, 3 yillik, 3 tenge degandek narsaning hammasi birlik bo'lganligi uchun bizning mahsulotlarimizning hammasi 3 qo'yliq mal bo'lganligi uchun shuningga buni 3 tenge deb qo'ydik. Endi bu mahsulotlar asosiyatdan shu diyorimizdan ishlab chiqargan, balki ishkor o'lkalardan ishlab chiqargan har qaysi noy viloyatlarniki eng yaxshi nadir bo'lgan yaxshi mahsulotlarni biz shu Şinjanga ekilib, Şinjangningki har qaysi qishloqlarga, yezlarga, bozorlarga mishnaq taqdiryapmiz. Shundaqla biz shular orqali hamkorlashuvchi qabul qilyapmiz. Shu sababdan bugun ustozlarni mishaga chaqirtib, mahsulotlarimizni ko'zitib, bo'libmi shu Adilkamga, hozir Adilkam bilan bir oy bo'ldi hozir to'g'ri so'z aytqilardik, ha? Bir oydan yoqi biz mahsulotni tushuntiryapmiz, ko'zityapmiz. Buniki sifati qandoq? Masalan, xalqqa kelgan foydali yer qandoq? Tijoratchilarga qandoq? Bu bizga kelgan naf qandoq? Shundaq hozirgi iqtisodiy shu munosabatda bizga zodi nima ehtiyojliq? Demak,
biz ticaretçiler ya karxanchilar cho'qqum biz iste'molchini o'ylashimiz kerak. Iste'molchiniki nimaga ehtiyojli bo'lyapti, qanday narsaga ehtiyojli bo'lyapti? Hozir yanchuqdagi tangiz qanchalik? Shu tangining ichidan bizga zodi 3 tangini hechlashga bo'lamdi, bo'lmamdi? Degandek masalalarni biz qizib tepib, mushturni o'sha Xinjiang diyorida, Xinjiangda har qaysi noilaga, har qaysi viloyatlarga mishli kengaytimiz deb mushturni qo'llanib keldik. Hamda bu mahsulotlarimizniki sifat jihatdan bo'lsin, va shundaqla bizning shirkatningki mulozimat jihatdan bo'lsin, biz eng a'lo mulozimatni qilamiz deb ustozlarni akeldik. Shundaqla professorlarni akeldik. Mush orqali biz ugunimiz. Bu tijorat deganning o'zimi ugunish. To'g'ri. Tijoratni ugunish. O tijorat deganda haqning qalasida o'tirib, mundalda tijorat qilgan deb o'ylaydi. Amaliyotda tijoratningki qurilmasini ayt murakkab. Bu tijorat qilgan odam mushu falsafadan tortib, iqtisoddan tortib va yoki psixikadan tortib hammani o'rganish kerak. Demak, hammasi chetildi ekanda. Hammasi chetildi. Chunki xaridor kirdi, shu xaridorniki siz nimani o'ylayotganini bilmasangiz, siz uningga mal sota olmaysiz uningga. To'g'ri. Shu sababdan biz hozirgi iste'molchilarniki ehtiyojini tutib turib, biz mushturni tanladik. Hamda sizga ham 3 yillik shu mal dedik hamda. 3 tanga deb. Bu hamda setish bahsi bo'lamdi yoki sizlar hamkorlashchilar beradigan, setib beradigan baho bo'lamdi? Yo'q, bu 3 tanga deganimiz bizning ismimizmi 3 tanga, setilishimi 3 tanga. Shu yerdan setildi. Biz o vaqtida bu har qaysi shu viloyatga hamkorlashchilarga biz top baho beramiz. Demak, 3 yundami arzon bersizlar? Arzon beramiz. O'zininki foyda manfaatni elib, nihoyatda huzurlangandak ahvolda beramiz. 3 yundami arzon bersangiz sizlar foydalanamsizlar ya, Muzaffar aka? Yo'q, bu yerdagi gap iliqi naslanga manda. Rahmat. Hammani digizitdan qanchalik foydali bu deb. Yo'q, bu manda gap bo'ldi-ku. Odamning amgi bo'ladi. Bu tijoratda tijoratchilar foydalanmay berdik deganning hammasi yolg'on gap buning uchun. Biz amgak qilamiz. Masalan, shu mahsulotni shu zavodga berib, shu yerda shular bilan shu sodini deyishib, berib kelib, issiqdimay, sovuq sumay, kelganning hammasi amgak. Xizmatchilarning etizda ishlagan bo'lsin, ishxonada o'rnida ishlagan bo'lsin, hammasi amgak. Ashning o'xshashlama tijoratchining amgigi. Biz amgimizni ma'lum miqdorda persentlashtirib, shu mahsulotga qo'shimiz. Masalan, bu to'g'riliq birdan turib ma'lum so'zlab berdi. Iqtisodning qurilmasi, unki tanarqi, bu deganlik. Ammo shunday ko'rilgan chiqimlar bo'ldi. Biz nima deganda zavoddan bevosita kelamiz. O'tirda hech qanday vosita yo'q. O'tirda shu vosita degan narsani qilmay, mishnani otlab o'tganligimiz uchun bizning tanarqimiz a'zolaydi. Iste'molchi nihoyatda yaxshi obdan ola oladi. Shuningga biz mush nuqtani tutib turib, biz mishadan ozroq manfaatlansakmi, jiq setilgandan keyin bu. Yeni bizningki ishchi xizmatchilarningki, o'zimizningki maosh chiqib, biz xo'shal vaqtdek natijaga erisha olamiz. Bu yerda foydalanmadim, hammasi xalq uchun. Bu degan gaplarningki hammasi bu saxta gap bo'lib qoldi. Men amgak qildim-mi? Amgigim kuchli, haq oldim. Bu to'g'ri. Mana shu deb o'ylayman, to'g'ri. Lekin haqni biz nihoyat adil bo'lgan asosda, barobar bo'lgan asosda bunday ilyapmiz. Unda haddidan oshirib 10 ko'ylak narsa 100 ko'y deb sotdik. So'di deganda foyda bo'ldi. To'g'ri. Sizlarning gapinglarni hammani men deyotay deb cho'berdi. Hamda meni mas efendimning degini eng tuvenchek tushirib turib shu yotgan foyda. Hamda mas savolni so'rashimning maqsadi 3 yuvanlik desak, nurg'un do'stlarimiz mana dastlabda keliblar bayatın paranglish jarayonida adilkan ba, hurmat ma'lum ba. 3 yuvanga setilgan o'xsha deb o'yladim. Demak, siz hamkorlash bo'lganlarga 3 yuvanda zam bahoda beramiz degan gap dedingizda. Nurg'un menga o'xshash balkim hamkorlash bo'lishini o'ylayotganlar yoki nurg'un tijoratchi do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. 3 yuvandimi arzon bo'lsa, bu shirkat nima qiluvda qolsa, Muzaffar ma'lumligi Muzaffarga nima qiladi deb menda o'ylagan bo'lish mumkin. Demak, buni nihoyat yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Xo'sh, Adilka unda qolsa, sizning hammamizga tanishliq e'tibotlaringizni hammamiz nihoyat yaxshi ko'ramiz. Sizni shunday yaxshi ko'ramiz. Siz bilan bugungidek shu bevosita tarqitishda men yuz ko'rishganligimda intayin xushal. Oldi bilan sizning shu teningizning salomat, ishlaringizning texmi yaxshi bo'lishini umid qilaman Adilka. Rahmat. Endi bayatimni tanishtirib o'tdik. Siz shu 3 tanga, 3 yuvanlik mallar Xinjiang shu saplash markaziniki
obraz vakili bo'libsiz. Bayatın Muzaffar akam dedi. Bir ayının yoki Adil akam bilan mush gaplarni deyish qilyapmiz deb. To'g'ri. Endi siz nima sababdan shu turga obraz vakili bo'lishni o'ylashib qoldingiz? Muzaffar bilan bunday aytganda Muzaffar bizdan kichik. Endi to'g'liqli bizni oldimizda cho'ng bo'lmasa ham endi balalik vaqtlaridan tortib bizni oldimizda cho'ng'an bola. Buning dadisi bilan bizga nazorat kadr bo'lgan. Yaxshi o'tdimiz. Bu bolalar kichikda bizim o'zimizdan ishlari bilan bu bolalar chiqqanda yami cho'ng qora ahlar ko'p. Bu bolalar cho'ng'anki naketnadi biz tas bilib keyin boshqa ishlarni qarsam buning mishna bir igilik tiklab bir mishna bir yaxshi ishlarni qotqanligini anglab xo'sh oldim. Shu bir oyning oldiga deyman telefon qilibdi aka bir hamsuhbat bo'lsa. Kelsam shunday bir yaxshilarni qilibdi, mana atrofni ko'ryapsizlar. Biz mana bir tarafda turyapmiz endi. Bu endi bir menda bir yanpin qo'yib qo'ygan narsalar bor. Buning gapini anglasak bili cho'nqirlab so'zlaydi. Bularning malning turi, malning soni ham buning bundaq yerdan bir yuzing patmaydi. Bu qiyatqa ishini ko'rgandan keyin xo'sh oldim. Bukan men bir sanatchi bo'lsam sen bu yerga nimaga chaqirgan bo'g'itdan ham anchimiz birini olib kelsam bo'lamdi, sen bu savdo qilib desam, yo'q. Aka sizni biz bilamiz. Bo'lib shu yaqinqi vaqtlarda nurg'ulgan karxonlar bir yetakchi bo'lib, ular bilan bir naytdi. Yaxshi bir gapim chiqyapti. Chiqyapti normal. Shunaqa. Yaxshi rolingizni joriy qildiryapsiz. Deb meni tarifimni qildi. Amaliyotmi rost? Men shu bo'libmi shu choyxon paranglari programmasining 360 qism chiqish jarayonida 360 korxona bilan paranglashdim desam bo'ldi. Endi bu nurg'unlagan kim bilan hamsuhbat bo'lsa shu tarafdan adam yetilibmi qoladi ekan. Yolg'izlik mening ularning nurg'un tajribalarini anglab, ularning kechirmishini anglagan adam maktabda shunday ma'lumning gapini anglab o'qiydi-ku. To'g'ri. Bo'libmi Nurmamat ma'lum. Bularning shaxsan men rasmiy korxonchi bo'lmasam-mu, bularning iyilik tiklash negizlogiya topida borman. Ular butun korxonchi. Albatta ular nurg'ulgan so'mni to'lab kirdi o topga. Chunki dars bor-ku, uning emgak bor. Men aka siz kiram deb akirib Bevos tarixchimiz asli keldi do'stlar, ha? Men qo'ysak bo'ldi. Bo'ldi. Sal texniklik bir masala qoldi. Shu qanday ancha-muncha biz mana naq maydon taqtiyotgandan keyin mana texniklik masala yuz berib turdi. Mayli, hech bo'lmaydi biz bir naqsh etayotmagandan keyin biz gapni qilyapmiz emasmi? Bayatni shu Nurmamat ma'lumning gapini qilyotgandim. Nurmamat ma'lumdimi nurg'ulgan narsalarni biz anglab o'rgandik. Bugun Mushiyaga Nurmamat ma'lumning kelishiga men sababchi. Chunki bak jiq gapni qilmaymiz. Haqiqiy gapni qilaylik. Gap yo'qlatmay bu yerda. Hech kim bizni bir gap qilamaydi ekan demaydi. Men shaxsan gap otib 40 yil oldi. Sen gap otib necha yil qoldi. Voy, senmi bir danglik diktor. Bu ma'lumning gapini qo'yamadim anglab. Bu bizning gapimizni jiq anglatish emas. Meg'izlik anglatish. Ma bir muhim ish hozir mikro dunyo bo'lib ketib bordi. Hamma narsa qisqarib, uzun gap haqning vaqtimi yo'q. Uningsiga u haq bakmi uning berilib ketdi. Nam tegida qayerni desak, shu bu hisob. Şoňamdy bu ma'lumning men toplardy bu yaxshi o'timiz. Bugun Nurmamat ma'lum bir vaqtingiz bo'lsa, cho'qqim mishak keling bir yaxshi tur ba desam, nima telefonda deb bo'lamadim-ku. Bu ma'lum bamdi shu korxona yetakchisi bo'lgandan keyin ham kapi ko'rib tushunadi buni. Şoň bolaga ishonchim kam. Kelgandikda demisimi bir ko'rib aylanıplı voy bu qandaq deb nurg'ulgan bu ma'lumdimi bir yeni bir tunish hosil bo'ldi. Endi mening nimishqa sel gap yo'qlab qoldimi texnik ma'vo
arlıqda üzülüp qalğandan keyin sal qizitib o'tay deb qozon qo'ryapman. Bir ayın oldu kelgandan keyin ko'rsam bu nihoyat yaxshi. Mana işte kirimiz bir netto kirganda 3 tanga degandan hamda siri ichildi bu yerda. Ma Alibabaning siri ichilgandek. Bu nemishga 3 tanga deding? Dek 3 yuan ekan bu hamda. 3 so'mma. 3 so'mmaga har qanday narsani eliqma ko'ch parang bo'yicha yang san qo'y degandek. Ha, mana deb qo'ysak bo'ladi-ku, yang san qo'y. Qarsam xeyli yaxshi narsalar bor bu yerda. Hech qachonda bir hamda bu 3 ko'chen deganga hamda hozir nima keladi? To'g'ri, hisob kelsak bir pilik suv keladi. Yoki bo'lmasa bak meningcha 3 ko'yga cho'ng masala bo'lmaydi. Hozir ba'zi yerlarga borsak 3 ko'yga oyoq maylamaydi hozir. 5 ko'yga maylaydan qoldi. Ammo bu 3 ko'yga bir narsa og'il bo'ldi ekan. Bir odam 30 so'm xashlasa 10 xil narsa ola oladi ekan. Bu mayli qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar bir turmushda hamda beshuping bu cho'qim zarur bo'lgan bu mahsulotni amma ilojimiz yo'q, ishlatamiz emasmi? 3 ko'y meni qiziqtirdi. To'g'ri, hozir hamda pul boyib ketdik. Nurg'ullarimiz boy bo'ldik. Turmushimiz taxmin yaxshi bo'ladi. Ammo shuningdimi boy bo'ldik deb pulni chechish qilmaydi, tejab xashlash kerak. Biz az so'm bilan nurg'un maqsadga yetib ola olsak, bir yaxshi-da bu. Ani xalqlar bekmiliqqa chinqilib ketmaydigan, talashda chiqib ketmaydigan, batalishib ketmaydigan bir so'm ekan-ku bu. Hech qachon 3 ko'lik bir masa 2-5 ming beramiz desib, adam xijilib qolcha. Xijilib qolar asta. Ha, unda gapni qilmaymiz endi. Manadan ilib, ya 60 ko'pti deb chiqdimiz. Ammo xilijik narsa keldik. Men o'tganda kelsam, menga bir qism narsadan so'qildi. Apirib ishlasam, haqiqatdanmi buning sifat jihati intayin yaxshi. Men o'ylagan, gumon qilib, buni hamda bundaqligi yer osti ba'zimiz zavodlarda soxtasini ishlab, mislar bir setayotganmidi yo deb endi gumon bo'lib qoldi. Biz azon sasimi gumon qilamiz-ku. To'g'ri. O'g'irlab ekanmaganlar bo'lsa, chiqib cho'qib soxtasi bo'ldi. O'xshash bir narsani birisi 3 ko'y, birisi 10 ko'y desa, yana 3 ko'ylik soxta jumama. Azroq gumon qildi. Demak, hozir hamda bundaq qilsak bo'lmaydi. Chunki davlatni qonun bilan idora qilyapti hozir. Hamma narsa mukammallashib ketdi. Bo'lib mashina yer osti partizan zavodlar soxta narsalarni hozir cho'qim zarbi beryapti ular. Endi hozir davlatimiz tez ushqanday taraqqiy qilganga ergishib, nurg'ulg'an shu ishlab chiqarish chizoqxon yerimiz tez taraqqiy qiladi. Bu da zavodlar chiq. Ularga cho'ng raqobat bor. Davlatimizga 1 milliard 400 million nüfus var, bir qattiq g'oyat zo'r. Bir adam 3 ko'ydan xashlab qo'ysa, ham bu sonda va shu bular ishlaydi ekan. Necha mo'lcham foyda qilib, 1 puncham foyda qilishim qiladi ekan. Men shuni bilan turib bir narsani shop bir ism kelib qoldim. Bayatdan Nurmanov ma'lum deb berdim. Men 20 necha oldida ishga kirishimdan taraf bir zavod berib qarsam, men 1 so'mlik chaqmoq, 1 tangalik chaqmoq chiqargan zavod berib qopdim. Bu bozor setilish bir ko'y. Ama buni 3 moddan berdi ekan. Bu 3 moddan ilib hamda zavodni oladigan birinchi qo'l. Andiki men do'kondarlarga uning 5 moddan berdi ekan. U 5 mod qo'shib bir ko'y sotilgan. Ham birinchilik narsa bu. Men bu 3 moddan chiqsa bu zavod qanchalik foydalar? Buni qo'shsam xeyli murakkab darsi bor buning. Desem hele kulüp koydu hem de artık pek serin dep ketmedi. Ama bunu da biliyorum badır. Ki onun için bir materyal karsam, şu zavodniki bir çakmıkı Avrupa devlette altıngalık berliyat koyulgan bir çakmıkı 18 milyon Amerika dolarına kim artık setildi. Korab, vay hele zavod şu gango. Demek aşla 1 pounddan 2 pounddan faydalı ekan. Ama haqiqiy karxancha ba'zan karxancha mesela faqat xo'sh yo'q 1 pound 2 poundlar. Ammo g'oyat zo'r bozorni egal shuning bilan 1 poundni o'ylab hozir ham butun dunyoni monopol qilgan darajaga kelib bo'ldi ular. Endi albatta bir karxon degan u 5 yil 10 yil musofirni bosmay turib karxon olmaydi. Ham shuni o'ylab to'xta buni umid bor ekan. Men so'radim abi ham sizlar so'ragandek 3 ko'ydan satsang ukam pek mi sorup desem hem de rast gibi ne kıyıp
Пайдасını aşkarlap koymuşsun dediniz de. Aka muşunun payısı balıkını bilmem. Ben çakmakla hikayesini bildiğin atmışsam. Dep oyladım. Endi bizim halk artisti. Bolsa bizim ilallığı çıksak hem de anca bir emgek alımız. Bolsa benim televizyon istandır künde çakırsa ben Gungyi Guanggao'lığı çıkıp etsem. Halkı yetekçi bulduğun mişnak bir ilgar ideya, mişnak bir energiya berdiğin yaxşı mezmunlarda ilalı bolsa biz haksız çıksak buludu. Biz partiya hükümet terbiyeledi bizni. Biz şu halk için hizmet kılsak buludu. Ben onu bek özüm şeref iş kılımı. Bolsa şu bolsa sen bir bikat takasan hemen. Bikat takasan ben bek hoşup gittim. Şunun olan bir. Ama abim özüm dedim. Toğra bu nersinemde bunun takat kısmı, lekin bu zavodun pulu çıkıdı. Bununki katnaş, emgek hakkı var, bir nurgulgan hizmetçiler maaş alıyordu. Atrapları var. Endi baj döleydi. Bu normal kotkan lekin azıcık payda görmüşsün maydı. Ben bunu şunal ben lekin hoşlap özkin mişnak yakıptı aka sizin bir bizim şirketimizde muşu Türkiye obraz vekili kısa. Diyenkin buludu da inten hoş oldum. Kağında yani malumlar sözler biz yani özerap ortaklaşıp yani talaşta çıkıp paranqalımız go. Meni demek çoğunum abiyam degendek bolsa bekağı çıkıdığan halk payda tegidigan şolsa endi bizden halk bizni terbiyelep, hükümet bizni terbiyelep, partiya hükümetimizni terbiyelep, muş dereceye gel. Bizim halk için hizmet kıldığı vaktimiz allı burun kep bolgança. Endi bunun ömrümüzde biz halk hizmet kıla alırsak bu en çok iş. Özümüzme rahat bir xil his qilamiz. Bunu dinkin bu ish ko'ylaq. Bo'lsa men to'g'ri, men 40 necha yil ishildim. Men bu Odilmijit deb xeli bir ko'z ko'rinib qotmay, bo'lsa men bir 3 millionlik Mercedes yoki bo'lmasa cho'ng bir bundan narsa. Ya, unda qilib baq. Bu savdoning qiymati uning bahosida emas. Uning qiymati faqat xalqqa naf yetishdi. Bunu da cho'qim yetdi. Bu mayli yezi qishloqlar bo'lsin, Şinjan'ın, Janubiy Şinjan'ın hamma yeri bo'lsin, Şimal Şinjan'ın mayli taqdiri, mayli har qanday millat, buning yoki bir hech qanday millat cheklimisi, chegara cheklimisi, hech qanday cheklim yo'q. Hammasi ishkirdan kelgan isil mollarimiz. Uni biz ekeldik har xil turdi. Buningdan tövelikcha bajalan turmush ahvoli o'xshamagan ahvol ostida hech kim bundan qiynalmaydi. Bundan bahar alalaydı. Doğru. Turmuşda çoğum bir şey tutdu. İşletmesi bulmaydıgan narsa. Andan ben körepler. Doğru. Ma işte çoğum bir istiqbal varken. Bunun ben obraz vekili olsam pul ediken. Biz mişnak yerlerden başlaydı. Dep şununla anandakin keliş bolganken ben obraz vekili bo'lishni o'zim loyiq topdim. Aka biz işte nereden başlaymiz yani? Andası biz naq meydan taqtishni başlaymiz. Miş naq meydan taqtishni ait qolaylik yaxşıken. Aziremde ançımızca kisel müdafiye görüvatkan mezgilde biz hem demiş hükümetimizden bazen çakıraklarına avaz koşmuşsak bulmaydı. Elbette bu çoğun biz bu kisel baskısını çıkıp yanıp çıkımız. Devletimiz bunun ait yaxşı tedbir kolmadı da. Kelgisi de biz hem şu abiyem hemkarlaş çakırvatımız. Kelgisi de bizden şu nakmeyden takipçimizi kögendinkin Şinjan'ın her kaç yerlerin, her kandak millet biz bilen hemkarlaşına kalırsa, telefon arkalık alakalaşsa, biz yani mayli Şinjan'ın her kaç aylarda vakaletçiler, yakımsa hemkarlaşıkçılar, tarmak dükkan açıdıqallar bolsa, biz ularning lent kesiş faaliyetlerine, içiliş murasimlariga, ularniki müşnak hemkarlaş çakırış faaliyetlerine biz özümüz berip qatnashib hemşilik qilamiz. O vaqtida Şinjan'ın her kaç ayları bolsa, bizden tunji qitimda moşin miyadan başlavatimiz. Meningki obraz vakil bo'lishga birdan bir sebebim şu. Qag'indan tadrijiy ustozlarning gapidan keyin ilhomlanib o'ylagan narsalarimiz bo'lsa yana qayta to'liqlab maqsad bo'ldi. Shundaqmi? Bo'ldi. Adilka rahmat. Nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz. Balkim malla emas, naq maydonda o'ltirayotgan Muzaffar akam, Nurmat muallim shundaqla naq maydon tartishimizni ko'rib turayotgan bizning nurg'unlagan do'stlarimiz Adilka sizning boyaqi shu gapingiz. Ya'ni negizini qilib aytganda, xalq uchun xizmat qila olsak, nihoyat qimmatli, yaxshi bo'ladi degan gapingizdan hammamiz nihoyat suyundiq deb o'ylayman. Yana bir qatim rahmat Adilka sizga. Boya tanishtirganimizdek, Nurmat muallim sizningmi bizning leksiyalaringizni, darslaringizni mayli biz
do'yin subsarqiliq bo'lsin, unidar masalan do'stlar chambaraklarda yoki unidar to'plarda bo'lsin. Jiq anglagan. Siz so'zlagan liseyalar men naq maydonda turib qatnashgan. Nihoyat qoyil bo'lgan. Demak, endi sizmi bugungi shu bevos tariximizni qo'llab, Adilkamning deyish bilan Muzaffar akamni qo'llab mishaga qadam tashrif qildingiz. Sizningmi bundan keyingi ishlaringizning texmi yaxshi bo'lishini oldi bilan teningizning salomat, ishlaringizning o'ng'ishli bo'lishini umid qilaman. Shu 3 tanga 3 vallik mallar turini siz burun anglab boqanman. İgran aldığındaki barlıq dostlar yaxşımısınızlar? Men Mehmet Muallimdan hammalarga salom. Endi bugün Adilkam 2 kun oldin menga qiyg'a, mishada bir jibovaka, bir kesang deb bayatin keldim. Kelib lam Muzaffar apandi bilan ko'rishdim. Ko'rishib, meni eng xo'sh qilgan narsim bo'ldi desanglar. Mushu bir kasbiy holatda butun zihnini 3 yuangillan markazlashtiribdi. Men eng xo'sh qilgan narsa shu. Chunki u bu nurg'un narsalar ketgan bo'lsa, mana Futuq qazilishi sal qiyilishib ketdi. Zihnini 3 yuanga markazlashtiribdi. Chunki Futuq qazangan xo'jaliklarning hammasi shirkatlar bir narsaga markazlashtirgan. Uningda zihin markazlashtirdi, iqtisodmi, o'zi mahsulot sog'andimi, nurg'un narsalar bir lazer nurga o'xshab dal joyiga qilib tegdi. Mana Futuq qazilishining kelajakdagi cho'ng umidni ko'rardim men, kelib ham qo'shilgan narsa. Endi keyin nurg'un mahsulotlarni ko'rdim, men meyran qoldim. Muzaffar apandi, men bishmi qalamdi, bu qayda gap bo'lib ketdi. Men bir ish kun ochaymi ya bishaga. Deb ajna chaqchaqilni qilishdik. Endi haqiqatan azanki. Endi butunlay kim o'rinda o'ylabdi? Sana iste'molchi o'rinda qo'yapti. Butunlay iste'molchi o'rinda. Futuq qazangan shirkatning hammasi birinchi o'ringa iste'molchini qo'ygan. O'zini emas iste'molchini qo'ygan, oldi bilan. Chunki iste'molchining ojizidan chiqqandan keyin, ashlarninki butun ehtiyojini qandogandan keyin eniki Futuq qazandı. İkinci o'ringa kimni qo'ymaymiz? Sanlar ishchi xizmatchilarni qo'yamiz shirkatda. Birinchi o'ringa iste'molchini, ikkinchi o'ringa ishchi xizmatchilarni, vakolatchilarni, bizga ergishib kelayotgan odamlarni qo'yamiz. Chunki ular xushal bo'lsa, ular tek butun kuch bilan tirishadi. Uchinchi o'ringa kimni qo'ymaymiz? Sanlar xo'jayinlarni qo'yamiz. Butun Futuq qazangan shirkatning dal mana shunda. Birinchi o'ringa iste'molchi, ikkinchi o'ringa vakolatchi, ishchi xizmatchilar, uchinchi o'ringa xo'jayinlar. Nurg'un shirkatlar xo'jayinlar o'zini birinchi o'ringa qo'yib oladi. Mening paydam-cho dedi. Paydami qolmaydi axirda. Chunki bu savdoning qonuniyatiga tushmaydi. Birinchi ular iste'molchining masalasi miyat aniq ulash kerak. Demak, iste'molchi xushal, ular xushal bo'lgandan keyin ishchi xizmatchilar aniq xushal bo'lib, pul kirdi bu yerda. To'g'ri. Aylanish bo'ladi. Demak, xo'jayin majburiy xushal bo'ldi bu yerda. Demak, buniki hammasi mana shunda qonuniyatga, savdoning qonuniyatiga dallam chiqib qolgan yerlar bor ba'zicha. Meni bu yana bir xo'sh qilgan nuqta. Andin men Muzaffar apandan so'radim. Manada foydaninki eng tuvenchekka besib etganligini hammani ko'rib turiblar. Deyishinglar men tushunib qolganlar. Cho'ng xo'jayin tafakkur qildi deb. Odatda xo'jayinlarning tafakkuri necha xil bo'ldi? Kichik xo'jayinlar qanday tafakkur qiladi desanglar, bir ish qilganda mening foydam deb, ishni qilmay mening foydamcho deb foydasidan keyin dilam yuradi. Demak, bunning ichidagi manfaatini ham ko'radi-da. Shuning uchun cho'ng yonmaydi bular. Cho'ng xo'jayinlar sana mana shunday igiliklarni tikdigan vaqtida dastlabda mashina ijarasi chiqsa, ish xizmatchilarning maoshi chiqsa, ushaqcha chiqib chiqsa, bo'ldi. Mana bir mang'uzay maoshni deb butun zihnini maoshni yurishtirishga mang'uzish qo'ydi. Endi azroq mang'andan keyin odamlar ko'paydi, iste'molchilar ko'paydi, vakolatchilar ko'paydi. O'tirsak kelganda amalga azroq foyda qo'yamiz. Oxirisiga kelganda cho'sa hamma odam chiqib ketdi, yo'q foydalanamiz. Ama yo'q, bu savdoning qonuniyati. Demak, Muzaffar apandimi butun zihnini mana cho'ng xo'jayinlar tafakkur qilib, boshlarga o'tinib berib, ko'p qism bir narsani. Mening foydam keyin, hozir chiqim chiqsinlar bo'ldi. Demak, ma nuqta meni intayin xo'sh qildi. Chunki nurg'un narsa savdoning qonuniyatiga tushmasa, umil yo'q-ku. İqtidar qancha yillik tajribalab ketsin, qancha bir yanchiq pul jiqlab ketsin, bunda bir relasiva tushadigan, shuni tushmagan amal yo'q. Bu iqtidor masalasi emas. Demak, shuni tushirishimiz kerak. Mana meni yana bir xo'sh qilgan nuqta. Kichik xo'jayinlar sanlar boshdan oxiri o'zining foydasini o'ylaydi. Vayron bo'ladigan vaqtimi, mening foydam-cho deb turib vayron bo'lib keladi bular. Mana shunda. Joyi. Demak, adet şirketlim qanday turga bo'lindi do'stlar? Shirkat ikki turga bo'lindi do'stlar. Birisi
pul bağlaydigan şirket, pul tapadigan şirket. Ama pul tapgan şirketninki pulga yaraşı natay. Ahırda. Ama pul yaragan şirketning çoğu sana şu çende konsa deymiz, o hamını pul dep çıkadi. Men Muzaffer Efendi qarasam bu pulga yaraydigan şirket kurup çıkıptı mani. Mesela Jingdong 10 yıl pul tapanmadı. 2006 yıl tug'ildi. Kuruldu şirket. 2016 yılgacha 10 yıl ziyan tatiladi. Ama o pul yaradigan şirket 2 yıl ichida necha milliard kirim qilib etdi. Mana bu shunda. Hozir naqd pulning oyishini qo'shildimda, bir aylansam shu deb. Biz naqd pulni korxona boshqarishda qon deb qo'ymaymiz. Qon aylangandan keyin enendiki ma şirket hayot turadigan gap. Shoma naqd pulning oyishini qo'shildimiz bu yerda. Payda intayin az ichki korxonalarga o'xshash. Pindoda nima uchun taraqqiy qiladi? Amal yo'q, azon nurg'un narsalar. Xalq tushidi, ko'p qism odamlar tushundi. Ma davr mashinada davrlab ketdi. Azon davrlab ketdi. Davr ko'p sotadigan azon. Jibonikim negizlik alaylik nima bo'lsa, azon. Ana to'g'ri alaylik. Shuning uchun taraqqiy qilyapti, jiboda mal sotish. Demak, hozirgi ma davr azon sotadigan davr, ko'plab sotadigan davr. Ashunda davr. Shu narsalar uchib ketib boradi-da. Şu hazır köprek naqd pulning olishini qo'shib, köprek iste'molchilarni rag'batlanib vakolatchilarni topsaq, deb butun zihnini shuni qo'yadi. Ma bir cho'ng bir ortiqchilikda. Men balkim Muzaffer Efendi bu narsani allabirun ko'rib yetib bo'ldi deb o'ylayman. Buning hozir nurg'ilgan mablag' sarflashdi. Bu yerdagilar hozir necha yuz xil, hatto necha ming xil mahsulot bor ekan bu yerda. Har birisidan Malboro to'sqancha yo'qon bir sklad bo'lmasa, mavaga ma dükkanı toşkasıp boğunum. Doğru. Demek meyatki selavatkan meblağıma intayin çoğun. Hem de bir hucayim bulap bakmağa adam, muş hucayinninki his tuygusunu, muş nimi oylavatkallıkını, kıyınçılıkını menge düşünemeydi hep gidiyor. Menge düşünemeydi. Kan düşündüysem düşünmeydi. Çoğun muşun menip bakkan deyken ha mandayışken dedi. Muş bir yürek operatsiya qilgan bir doktorni ilib aytaylik, 50 yil yürek operatsiya qilsam, bir bemor fikrda. Sening yurakni operatsiya qilsam, yuzi tutuqli chiqadi. Xotirjam bo'la, senigidek yurak to'la qilganman deb qo'rqmayman ma'zi bo'lalaydi. Ma xo'jayinchilikchi men 100 foydalanaman deyalamdi. Deyolmaymiz. Mana mushunda to'xtamay o'zgarib turadi. Xo'jayinlikka shanba-shanbasi yo'q. Et bayrami yo'q, ta'tili yo'q. 24 soatning hammasi ishlayverdi. Mana mushunda bir kasb. Muşinchilik bir iyilikni qanda sharoit tikladi, mush narsani qanda nurg'i yerlar aloqalashib keldi. Mening beshim aqchirib ketib bo'lgan, teg'dim aqchirib ketmadi, ko'rapman. Men birinchi bo'lib shuni so'radim, qanda qilyapsizlarmi shu ko'ngillarni deb meni so'ragan narsam birinchi bo'lib shu. Chunki men bizimcha kichkimizdan tortib elim setim bilan, mal silish bilan shu setiqchilik bilan biz. Nima uchun biz? Masalan, maslahatchi bo'la oldinglar desanglar, bir nazariya fichraydamdi bizga. Çünkü bütün narsani o'zimiz qo'l silib qilib baqqanligimiz uchun keyingi o'tib ketalaymiz, mana nazariyaniki. Aniq qilib baqmagan bo'lsak, mumkin emas keyingi o'tolmaymiz. Shuni ko'rabman menda masalani bor kesinlikki. Deb bir qarablam qonunni nurg'un narsani. Demak, meni xo'sh qilgan nurg'un nuqtalarim bor. Ham ma shirkatninki, 3 dangi shirkatininki yana to'liqlaydigan, mukammallashtiradigan nurg'un taraflari bor. Bu menamda tug'ilgan bu vaqtda men bugun tug'ildi. Bu chiqirib menish kerak, taraqqiy qilish kerak. Odatda shirkatlar qanday taraqqiy qiladi desanglar, dunyoviy cho'ng shirkatlar bir necha yil asta taraqqiy qiladi. Yıldız tatili bular. Endi keyin tüstik taraqqiy qiladi. Bo'lmasa desanglar, burun chapqin kelsa o'riydigan gap. Shuni ziyoda tez sur'atda taraqqiyotni ba'zi narsalarni qo'shib ketmaymiz. Bo'lmasa o'zining qonuniyati. Şun bazı xo'jayinlar nima uchun verilen bo'lib ketdi desam, tez sur'atda taraqqiy qilsa dedi. Shuni ola. Nurg'un xatar kelib chiqadi. Demak bu 3 dangi shirkatininki, 3 dangi degan shu yuanqo. Nurg'unlik odamlar hech nima emas. Ammo mas'ulotlar davomli qaytlanma iste'mol qilib turadigan. Yine atugisi mablaatga manimiz ishqilib bir narsa kamdeklar. Bir xaridor kirib, chuqumdan bir narsani chuqumdan yeb chiqadiganlar shundalar bir narsa. Hamma yerga. Bayatın adil kamda yezib qishloqdan tortib hamma yerga. Hozir yezildim bir naydek bir kichik bir bozor chaqlachalab oldi ekan. Toz tushdi ekan bu narsa-chu. To'g'ri. Ijara intayin muvaffaq. Qimmat yerlik kelib qolsa mahsulotning nimasini qimmatlab ketadi. Nurg'i yerlik tushdi ekan.
Kirdim ma bo'ldi 15 kiyim ko'ymda, hijablam onun bilan terib. Necha xil narsa ola oladi, ha? Hamda shu nurg'un iglik tiklayman, taraqqiy qilsam bo'libdi deydigan mana shunda kishilarniki haqiqatan yaxshi tanış ekan. Ya vaqt o'tmasa bu bir masala. Ziyon tatib ketdim, ziyon nima ketdi, tumam demelang. Tamam hamma narsa aniqlandi. Ya bu vaqt o'tmaydigan Buzilib qolgan narsa emas yoki, ha? Kunlik turmush shakliga. Men bilgan bir muncha narsalarni o'ldim. Ilishni o'ylashdingizmi? Yosh o'qilyapman. Qolgan Muzaffar apani biladiqcha. Boya qarsam, men bevos tartish boshlashidan oldin Adil kam bilan bir stakan ko'rdingizmi? Men shunday qarab ketdi sizga. Bir suka bo'lgan ekan, 2 suka bu yoq turishdi. Ay mashinanki nimasi ekan qanib kamakilar shuni ay mashina romkisi kashida. Shin taqsilari. Rastlam chiroyli ya. Chiroyli. Endi shunga o'xshatgan nurg'un masalalar bor ekanda. Hozir hamma odamga hozir iqtisod masalasi ulab qoldi. To'g'ri. Mush dallama hal qiladi ekanda. Uni ustiga hozir chet elniki Miniso deydigan shunga o'xshatgan nurg'un shirkatlar ochildi. Demak, ma shirkat dal shularnig'imi raqobat e'lon qilib yetadigan oshxonalarni qurmoqda. Ularning qimmat 10 necha ko'y, 20 necha ko'y, 30 necha ko'y. Hamish 3 ko'ylik narsalarni. Demek ay derecedilanma tangdilan deyotgan gap. Xishinjinjingli deymiz bir shirkatning futuq qazinishdagi eng negizlik raqobatlashaladigan kuchi. Men birinchi bo'lib shu narsa qarayman, ma shirkat umid bormi yo'qmi? Eng negizlik raqobatlashaladigan kuchi nima? Deb men shu narsani ko'rdim menda. Nima? Azan sifatlik bir narsa bor ekan. Ham butun zihnini birlam nuqtaga markazlashtiribdi. Amal yo'q ma shirkatda. Ko'k odamniki bir ichib qo'yay, bir inim bakati, mana bir azroq mablag' sepray desa toza yaxshi tanlashgan bu. Hamma do'kondan ichimlik bilan nurg'un tanlavazalar bor. Olib bilanmi? Mavu bilaqa. Hech qanday cho'ngtu bo'lmaydi-ki. Bu bilan manga Do'qrishib qolmaydi. Do'qrishib qolmaydi. Maslahotni turin tayinjiq shu vakolatchilarga o'ziniki ehtiyoji qarab, o'zining qalasi qaylab, mush narsalarda ilg'ab papasi bo'ladi-ki. Bo'l rahmat, hurmatli ma'lum nihoyatda yaxshi so'zlab berdingiz. Ishimizga shu bevosita tarixchini ko'rib turayotgan do'stlarimizmi, mushu jihatlarda, bu korxonchi do'stlarimizmi jiq bo'lishgach, endi mushu mallarniki, uchvallik mush mallarniki tanlanish, mushuning sifat masalalariga kapolatlik qilish, mushuning bozorga silish jihatlaridagi, undan boshqa bu yerda nurg'un paranglarni qildik. Nurg'un do'stlarimiz yana masalan men shu ma'lum bir shaharda yoki ma'lum bir noyda yoki ma'lum bir yezg'a shunday bir sizlarga hamkorlashib shu 3 tanga 3 vallik mushtaq zanjirsimon bir bozordan birini yoki do'konni birini ochmoqchi edim. Men qanday shartlarni hozirlashim kerak? Qanday qilib aloqa qilishib shu mollarimni chiqib yaxshi tadqiq qilish maqsadiga birlikda yetalaymiz deb o'ylayotgan bo'lish mumkin. Mushu jihatlardan biri jimjaqlab so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Endi men shu Urumchi tug'ilib cho'g'an. Abim Adilkamda da biz bir mahalda shu Adilkamla o'maklarda ishlagan chog'da epizodlarni aylan qilib biz kirib borib ko'rib Derizdan borib tomon chiqib bu qilib ashna qildik. Ondan keyin jamoatlar masalan shu bizning juyanning oldida shu sirtdan kelganlar jiqcho. U oyoqdan miyoq o'tib bu artistlarni ko'z qo'shib biz pochi biz kunda artistlar bilan birga degandek. Men taniymadim. Men taniyman. Adilkamda degandek ashna xaridorlarni shu vaqtda bayqab qo'ygan. Ashunga o'xshash bizda ashna bir ishlar bo'lgan. Shuning men Adilkamni o'zimniki aksi urug'tuqini ustozi deb bilaman-ku. Abay degandek Adilkam bilan dastlab paranglashgan chog'da endi men o'zim iqtisod o'qigan. Shinjon moliya iqtisod shu yerniki moliya boshqarish kasbida men 5 yil o'qigan. 94-yili shu to'liq o'tirni bitirib, 99-yili men shu maktabni bitirib, Shinjon ayollar jo'rniki moliya ishxonasida 13 yil moliya boshqarganman. Kassir bo'lgan. Tigidli bada asli Muzaffar akam. Ang degan bada. Endi bu iliqi bunalchu uygangan bilan abay amaliyot chiqishiga gap. Buning uchun abim o'qituvchimiz ustozimiz dedi endi degandek chunki kichigidan tortib shu sodini qilib nazariy bilimni o'rgangandan keyin ani iliq amaliyotni nazariyaga birlashtiramiz-ku.
birleştirgandan keyin anında o'tkil bo'ladi. Ba'zi vaqtida men amaliyotni qilib boqmagan odam men nazariyatni o'tamaydi, tushunamaydi ba'zanda. Ham biz nazariyani avval o'rgandik, undan keyin amaliyotga chiqdik. Hattoki men degan qo'yib boqqan. Men nima uchun Urumchida cho'ng oldim desam, Urumchik bolalarda qo'yib boqqan bola yo'q. Baqsim az. Men shu qo'yib boqaman deb, qo'yyanchiga berib, ya elib, qo'tan qilib qo'yib boqqan. Vəz delib, vəz satdım, toy tökündü, şoşan qılıbdım, aşxana içib baqqan, həmmə işini qıp-qıp, aşının işçidir, onundan ki, mən bəzən bir təcrübələrini şunun da öyrəndim sən olur. Şunundan təcrübə öyrəndim. Onundan ki, nəzəriyyə bilimimizni əməliyyatla birləşdirdik. Onundan ki, mən xizmət cəryanında, məsələn ki, xizmətdəmin nurgun bilimlərini öyrəndim. Demek bu okuğucu vaktimizdeki iqtisodni o'rgandik deb 4-5 yil chiqibla men iqtisod o'rgangan. Men lisey shu o'rgangan. Men lisey shida bunda chiqib olsam bo'lmaydi. Amaliyotni bilmaydi. Shuni birlashtirish orqali undan keyin tajribalarni o'rganib, abay degandek iste'molchini tushundik. Iste'molchini tushundik. Undan keyin shuning ehtiyojini tushundik. Shuning kallasida ideyasini o'ylayotganini tushundik. Şunun bilan qanday paranglashishni o'rgandik. Demak, meshish jarayonida biz bu nurg'un qatta ustiga qarab, nurg'un qatta pastga qarab, tumshug'imizga yeb, yiqilib, qanab, mishning o'xshash darajaga kelib, endi abay degandek biz bu holatdan endi mangsam bo'ldi ekan degan holatga keldik. Abim ustozimiz dedi, bir korxonachi bir mukammal bo'lish uchun uning uli cho'qim mustahkam bo'lish kerak. Aşının o'xshash biz en avval o'zimizni puxtulishimiz kerak. Asosimizni chin qilishimiz kerak. Onundan keyin biz bixlab chiqqanchig'imizda, onundan keyin buningdagi usulni olalaymiz. Usulni olalaymiz. Biz cho'qqim foydani o'ylash emas, ishni o'ylashimiz kerak. Ishni yaxshi qilganchig'imizda, voyaga yetkazib qilganchig'ida foyda o'zligidan keladi. Bu korxonachidagi foydani o'ylashmaydi degani unda ish emas. Mesela bir yo'q ish emas. Foydani o'ylashidir. Lekin ishni yaxshi qilib turib qilganchig'ida foyda o'zligidan keladi. Foyda o'zligidan keladi. Shuningga menmo birsi shu til jihatdan nayt yaxshi. O'zim deyman, mesela davlat tili tushunish bo'lsin, nayt yaxshi. Chunki men ishkir o'lkalar jiq turmaychi. Ishkir o'lkalar jiq turgandan keyin bularning har xil yerlik so'zlari bo'ldi. Zavodlarga borsak ba'zan tushunish bo'lmaydi. Demek meşi jarayonida o'rganish bo'ldi bizda. Shu kishilar bilan siz nayt bemalol so'zlashgan chog'ingizda, uningdan keyin maqsadingizni tushuntirib, ashundan siz obdan foydalana olasiz. Agarda meşi til jihatdan, mishlarning turmush jihatdan, o'rib-odatidan tushunmagan chog'da siz korxonchi bo'lgan odam ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarib, bozorga chiqarish uchun buning nayt jafo ketadi. Demak, bizningki o'qiganimiz, amaliy tajribamiz, onundan keyin til jihatdan, o'rip-odat jihatdan, shu hamma jihatdan biz tushunish hosil qilib, onundan keyin shular bilan tijorat qilyapmiz. Yana Şinjan'da bo'lsa, Şinjan degan bizningki asonliq millatning ko'p bir rayon, uni demizamiz. Endi shu iste'molchilarga mos keladigan qanday mahsulotlar bor? Masalan, meningki shu ishkir o'lkadan, zavoddan tanlagan malimning o'zi 30 ming xil. 30 ming xil mal var. 3 koyuluk maldan 30 ming xil var. 30 ming xil mal var. 30 ming xil maldan bu malni Şinjan'a emas, men 2 Mongolga mı taqdim? Shizanga mı taqdim? Bu meselada. Çünkü bizningki Hangzhou shu Zhejiang o'lkasida o'zimizningki iskilatim bor, bizning ham do'konimiz mi bor u yerda? Bizningki shu shirkatimiz mi bor? Asosiyatda men shu yerda turaman. Shu mahsulotlarni shu yerga mujassamlashtirib, unga shu yerdan abayqi rayonlarga biz mal taqdimiz. Endi Şinjan davasida bu texi bir abay degandek bu bir bovoq yangidan boshlandi. Endi Yangyang Sankoy, Yangyang Shukoy, Yangyang Vukoy degan do'konlar jiq. Lekin uning bilan bu faqat o'xshashmaydi. Chunki bizningki akaga milimiz nihoyatda sifatli yaxshi mallar. Iste'molchilarga ziyon qilmaydigan, chunki buningda istakan bor. Onundan keyin
biz yago yaşalardan tatip var, supum var, Aşkan buyumları. aşkan buyumları. Çünkü adamның yemeklikli bilen bevası uçurgan es boğaçka. Biz müşü məsulatlarının mı şu adam bedeniga ziyan qılmaydigan, nayeti yaxşı, süpetlik neslerini biz işiltip ekevatımız. Çünkü biz zavodlar, abay Adılkam dedi, ilk yer astideki naçar zavod emas. Bu resmi, tüngoy boğan, nayeti sistemalik işlep çıkarış deniyesi var, süpetlik, müşü her qanda karantin ötken, bunda zavodlardan mal işlep çıkarımız. Hem de bizdenki abay degandek, Mişna esil məsulatlarını işlep çıkargandekin, biz Şinjanı bolsun, meyli İşki Mongol bolsun, Şizanı bolsun, Yunnan ülkesi Şiyan taraf bolsun, Mişlaga aşı mallarını biz savattımız. Çünkü bizdeki raqabet, abay degandek pek keskin emas. Bizning ma keskin nisbatan şu, raqabet çık adam közgülmaydı bunu. Üç koyka depleço. Ameliyatda bu üç koyunun hikayesi pek çık bunun şu. Hikayesi çık. Hem de meyli meblağ sağıcı olsun veya ki bizdek billa hamkorlashib ish qilganlar bo'lsin, mayli o'z oldi qilsin, buning ashning akagan manfaati nihoyat jiq. Birisi xo'shalik olib keldi buchu. Eliqi isil do'konni ichib, har bir tal narsa 500 qo'ydim, 1000 qo'ydim deb baho qo'ysa, uning nihoyat oz xaridor kirdi. Mananga jiq xaridor kirdi. Do'koningizga xaridor jiq kirsa, sizdagi xo'shalik uni do'kon ochgandan biladi. Meyli asun amsun, doğru mu? Asun amsun, dükkanğa adam kirse, dükkandarga dikkat qilib beqin ben. İştikli ilipli telefonu no tartıdı. Tartıpçı mı? Bizning dükkan adam kirdi. Buna mana dostlar, falanca keldik degandik, mana dostlar, dükkanımızga xaridor to'shib ketdi, bugungi savdimiz yaxshi ketdi deb turib bunda qiladi. Demak, Mishna qo'shaliq topalaydi. To'g'ri. Adam bilan qo'shal bo'ldi. Dükkanını şunda esil yazsap, onun xaridor kirmese, kirgen xaridordan o tanarqi biriyat olsun, onun unda qilsa, hozirgi vaqtda meningcha unda iste'molchilar hozir az songa kelayotgan qoldi. Shuning biz hozir iste'molchilarning o'zining nimasi kirib, ashna do'konlarni ochib, chiroyli obdan yasab, parks qilib, yaxshi muzikalarni qo'yib berib, kirgan xaridorlarning kayfiyatini ko'tarib, uningdan keyin xaridorlar kirsa, abay degandek, har bir xaridor bir tal nərsini 3 qoyacaq, bir tal alamda, meşhur bir 3-4 tal alaycı deb 15-20 qoy xəşləydi o. Adətdə çavuşu aşqa adam mı bir yer kirsə, bir tal 2 tal nərsəb çıxdı. Lakin manında bir kirgan adam 3-4 tal nərs aldı, aniki ağan qiymeti bilan çavuşuda ağan qiymet oxşaş. Lakin pirsat hesablab kelsə, bizninkidən payda qilsa yuqroq oldu pirsatı. Bizninkidən obdaroq payda qildi. Shuningga ma ishni biz başladık Adılkam gibi şunda obdan kısa bu Adılkam'daki inkas bekiştikke. Onundan keyin el karxanchilar bilan jiqnim qilgandan keyin buni tushunib yetib, "Fukam bu ishni qiladigan ishkan bu. Sen xalqni o'ylabsan buningda." Sen mo idorada ishlab chiqqan, sen mo oliy maktab o'qigan, sen mo partiya a'zosi, anda o'qigandan keyin sen xalqni o'ylabsan. Sening ma chiqish nuqtang yaxshi seniki. Biz seni qo'llaymiz deb turib qildi. Amaliyot Adılkamning qilayotgan xizmatlari jiq. Bu yerda bir xil yang sen qo'ygan ben obraz vakili emas. Ma iste'molchilarga qilayotgan xizmatimiz abay degandek bizni partiya tarbiyaladi. To'g'ri. Xalq tarbiyaladi. Biz cho'qqum o'zimizningki amgi orqali shuni qaytirishimiz kerak. Uningdan keyin biz bu mishning chiqish asosida turib xalqni o'ylagan chog'da onundan keyin hozirgi shu jamiyatniki iqtisodiy ahvolni o'ylaganda biz mish yo'lni tutsak yaxshi bo'ldi ekan deb onundan keyin biz mish xizmat. Ham bu ishni-chu men o'zim yolg'iz qilib ketamayman. Abim ustozimiz dedi. Bu har qanday ishni yolg'iz odam qilib, men yolg'iz qilman degan ish u mumkin emas. Buni cho'qqum nurg'un odamlar bilan qilganda texnik mukammal yaxshi bo'ldi. Shuning nima uchun biz bilan hamkorlashadigan Bunaqma, mundaq bir kişilarni, yaxshi ideyalik kişilarni biz taklif qilamiz degan chog'da biz ma xizmatni birga ishlaylik. O'rtaq taraqqiy qilaylik. O'rtaq taraqqiy qilaylik. Demak bu yerda voy pul tepib, bayvolab ketib, andavlab ketimiz degan gap emas. Bu yerda pulni topamiz. Obdan topamiz. Lekin mish xizmatni yaxshi qilib bo'lsak, bizningki bundan keyingi taraqqiyotimiz yaxshi bo'ldi. Chunki nurg'un do'konlar ochildi.
Her qaysı nailada, vilayetlarda, şehirde bu Şinjan degan şunda çoğ. Biz işkir өлkelerde oylaşmadık. Şinjan mışna çoğ tutsa, bu çoğ yer degende çoğ bazar tutsa, hazır xalqlar deydi, soğudu andaq bo'lib ketdi, soğudu mında. Şu soğudu bo'lib ketgan yerdan siz çoğun bir narsani tapsiz go. O'tgan Adilkamning bir gapi bek esim, odam şu yine şu adam. Aşağıda dediniz go. Pul tiqi yo'qab ketdi yo'q. Yine şu pul şu ba aşağıda. Iqtisod yine ba degan gap. Demek biz qanday qilganchig'imizda, ish xizmatni qanday olib borganchig'imizda shu odamdan, shu iqtisoddan unumli foydalana olamiz. Yani bizning xizmatimiz shu. Hozir nurg'un odamlar mushtaq do'konlarni ochsa, biz bilan hamkorlashib qilsa, iste'molchilarni qo'shib olsa, do'kondorlarni qo'shib olsa, nurg'un do'konlarni ochsak, bizningki hozirgi ma'vu yo'limiz bizga normal ekelgan bilan keyingi bizga ekildigan buning unumi buni tasvirlagili bo'lmaydi. Buningki oqibati yaxshi olur. Nəhayət yaxshi. Şununla bizningki mushuüşyanlik do'konni ochishimizga sababchi bo'lgan bizning mushu ideyamiz, mushu bozor, hozirgi mushu jamiyat. Chunki ishkir o'lkalarda bu oldinlar bizdan burun qadam olib bo'lgan ishlar. Turlar bu. Endi mishni biz o'zimizga texnik yaxshi mulozimat qilish uchun o'zimiz asrab onunga bir qaşqapaqlarni o'ngshab, azroq girim qilib, bizning ishimizni texnik yaxshi qilyapmiz. Bu biz dastlab qadamda bizdagi masala bak ko'p. O'g'inish degan narsamiz bak ko'p. Abay degandek bir odam qilib bo'lmaydi. Mish xizmatlarga, mishna ustozlar bizga yetaklab, ma ishing andaq bo'ldi, ma ishing mundaq bo'ldi, bizga aynaklik rolni o'tab bersa, biz texnik yaxshi qila olamiz. To'g'rimi? Onundaki Şöhretler biz burun ixbiranlashgan Adilka. Şu programlardan Ürümçi Xalq Radio stansiyasındaki şu programımızdan bir ay, 2 ay sözlükmi? Aşna sözlük. Her xil türler to'g'riliq. Endi bizde kallamızda oylayotgan o bu türler bekçik. Hem bunu qanday icra qilish? Bu icra qilish bu bir san'at. Mishni dedik, bunu icra qilish uchun nurg'unlagan yosh bolalar, nurg'unlagan iqtisod egalari, nurg'unlagan xalqlar buningga cho'qim tayyor bo'lish kerak. Ham shuningga biz bu yerdagi shu bevosita ko'rish orqali ham shu kishilarni kelsa, birlik qilsak, ma'noda birlik taraq qilsak, mana o'xshash yaxshi ustozlarimiz bor, bilmaganni o'gitidi, ko'rsatdi. Bizning mahsulotimizning yaxshiligini, obdonligini so'zlab beralaydi. Qo'rqmanglar, kelinglar deb biz taklif qilyapmiz. Çok yakınsız değil mi? Demek Adilkam bayatın öz dedi ya. Ben müşek kelgendim. Ben özüm setip aldım. Muzaffer Mahmut soğuk kıldı dedi. Adilkam sen nimimden setip aldınız siz? Muzaffer Kam nimimden soğuk kıldı. İşlettiniz mi hakikaten? İşletken ki hissiyatımız kanır. Kaçak koydum. Yaxşı düşünce belki yaxşı oldu. Müşne royapqa çıqqan adam bunchilik o'zining ta'siratini so'zlamasa, biz qayil olmaymizda. To'g'ri. Agar endi buni qo'yib bersak, bakchak yaqildi. Bizda qeradam notag'iz qo'yib, yosh bola dadini jaq etib ketsa, men yig'lab ketsam bo'ldi. Endi bu beka halavatga bunda o'ng'ay erishgil bo'lmaydi. Emgakli aslidagi go'zal narsa. Hammadan bu nerede asman qarab tursak o boshqa düşüdüğün iş var. Bu ondan işinə ahmet lezzet olmaydı. Emgak qilish kerak. Japa çekkining ras. 10 necha yil tirishqining ras. Mana bugun men natijada qo'l keldi bu ras. Endi abiyamni yoqqa tutuq biz xalq uchun xizmat qilamiz deb. Albatta xalq uchun xizmat qildigani birinchi o'rin qo'yamiz. O aniq. Xalqlar bahramand bo'ldigan, huzur oldigan ishlarni qilsak, oddiy bir daraxtlarni tikimiz. Kelgusidimiz balalarımız, halkımız bir saydırsın, oksigenler yaxşı olsun da. Devlet rahberlerimiz çıkıp tikidi. O bir insanperverlik işler. Yani bayatını onu tutup doğru. Ben mi? Oy, adılmış tutsam ben, oy, 3 dengigi. Obrazcı güllamdan. Ma ideal yaşsak bulmaydı. Biz halk diyen bir denimiz. Biz diyen bir küçük kol var. Bizni halk götürüp, terbiyelep, müşkilik halet geldi. Eğer biz xalq uchun xizmat qilmasak, yilo qolmoq turibdi, Titanik cho'kib ketar ekan bu. Onun o'ylab xalq uchun xizmat qilish bizning agar qila olsak, baxtli qilsak u. O bir bek yaxshi ish. Endi men ne bo'pti men qilsam ne bo'pti. Men yaqinni yoqda diqqat qilib qoldim ma'lum.
Akşam otursam şu anda kirişken keçini boğuvagan, madeni kim kiygen diyen. Evvel baş geldi da oturttum. Hansu izgitken, o gaga dedensem, arşbaxolu nagi dedi, çocuk desem, ardeyaş nagi dedi, ne görsem, qoxadı. Veymey tuşaydan balık Eyliqinin çaraydın emdi, herkes mi? Veymey tuşaydı deb oylamaysiz da. Ben şunu qarab, akşam bir nesine deb ügendim. Bizmiş kanunsuz, eskilik qımısaqla, qağın hemsi güzel emgekken çoğu. Abalığı ben apirini okudum. Çiçeğine 17 boğasan erjiydi kense. Ben burun emdim da жүрген ballarını bir sel bir. Da aksa oynayıp yürüyden adam kesem ya hazır onda kadar kanmaptı çoğu. Elik ballarını tutup söyündüm. Kötür yaş ballı var. Maşına edip gidip basak yallarımızdan vaş ötektir. Ciddi tamak tuşavatkan. Hem aşımı tuşavatkan ya jigim koy 30 koyalım tamak. Akça onun umuşu ya şu koy tuşavat. Ey bu aşnak bulundu çoğu emgek. Şundak mı malım? Şimdi bu manın bayatını sözlavatkandı mı bu? Biz bunun için moşnak terakki kılımız. Bayatını düdük bir punçalik faydalıdan soğudum. Şimdi bunun da biz hemkarlaş çakırvatmız. Mana ekranına alıp durup. Telefon numaranı yazıp koyduğunla mı? Alakılışıda kalı varsa. Aşdan aslının bana alakılışıdan telefonlarımız mıvatıdı. 4-9-213-008 gelmiş. Şu numar. Mesela Şincan'ın her kaç şeylerden, her millet kalık. Kandak adam bize alakılaş karşı alımız. Bayattan bir gepni, malımdan gepini. Ben mesela gepi oğuruz. Nurgun hakiki kargançılar başta tek terakki etti. Demek jiltiz. Bu xuddi binanın digoni sağandak iş bu. Ulunu sağandak. Bu ul yo'q. Uy qanday bo'ladidan demisimiz. Ikki bal yetdi o'lib shamalab ketdi. Ul qancha mazmut bo'lsa bu gap mana men yangi uyini oldim. Anandan keyin yusik taraqqi. Yo'q, bunda aytganda bu binoning gapini qilib turadi. Ko'chatning boshqa urib tikmas, astig' mangda ankitib chiqadi bu. Binam shu. Mening gapim menga ta'sir qildi. Hozir vakolatchilarni hamkorlashishni chaqiryapmiz. Hamkorlashuvchilar bizga ya 100 ming qo'y, yoki bo'lsa 10 ming qo'y. Misol hamda men o bekitib aytmadim-ku. Bayatni so'rasam, yana tafsili yana tushuntirib qo'yinglar deb ko'rayotgan ko'rmanlarga. Zodi qanchalik pul bilan biz bilan hamkorlasha oladi? Qanchalik pul bilan dukoncha oladi? Masalan, hozir internet davri. Uni ma'lum so'zladi. Qanday qilganda yolg'iz özümüzün anneanneviylikten yana alıp çıkıp hazırki şu davrning taraqqiyoti maslashyapti. Yana qanday yangi bir uslublar var. Mesela Gomi bilan Suning davlatimizda eng chong korxona. Boshlam to'lishib ketdi o'zi. Bu lav ichiq. Konini taşımaslik, unutmaslik, yeniden qanmaslik. Maşkisi birleşkende pek mağdu bu. Bizde bunun gibi bir nesle buluş gerek. Bizimle hem karıştırdıklarla hem de bayatlı malumlar sözleyenim anlattığımız. Bügülü pul tepip bügülü meblağçılık pul tapılamaydı. Bu dikançılık mı azırak vakit gidiyor. Ya öğreyemiz, oğutlayımız, soğurumuz, yani bir öğreyemiz, hani uruk dikimiz, o ünüdü, mençilik boğanda putayımız, hani pişkanda öğreyimiz. Ora boğan apırıp xaman teponu apırıp unzat qilib anikin bunu unchiqirmez, unchiqirib bo'lsa hisob emas, uni do'konga tizimez, tiz bo'atga dadimiz berib oladi, aniki appaga apamiz chiqimik jug'urdi, anadagi qozonga peqitib tashlaymiz, qaynaydi u. Qaynab bo'lganda qaynashig'il yemay yig'ilmaydi. Uni so'qoq chilaymiz, chilab bo'lgandan keyin cho'ylda suzimiz, suzib taksiga qo'yamiz, ani to'piga bijmot sayni qo'yamiz, anadagi shuning bilan bo'lmaydi, aniki chaynab yeymiz-ku buni. Bu mushunchular bir musofada bir taksi lag'mandan qanchalik oldimizga tashkilotligini ma'ni o'ylay olgan odam aniki qarg'anchi bo'la oladi-ku. To'g'ri. Ya, bu gulda so'zdan chiqayotganmi? Unda sıkılmağın bu işini. Hem nurgun adamlarımız mükemmel soğut qotqalı var. Bizim kadrlarımız durmuşumuz yaxşı ketdi. Bir 10 ming qo'y, 20 ming qo'y degan pul bor. Hem ular so'rga emas. Mablag' qo'shib bo'ldi. Mablag' qo'shib qo'yib, ancha-muncha undan foyda kelsa, navralarni ilib, xotin bolani ilib, sayohat qilib o'ynasak, ancha-muncha bag'an kelgandan, yataqdan
Bir maşinanın bir işçilikten pul çıkıp kalır. Bu bayılıp geçti mi? Bu adamda mesela bir kallı oluş gerek. Dünyada hem adam soğudu kılamaydı. Biz soğudu kılamayken meblağımızda koşup koymayız. Adı ne vardı bula? Dörtümüzde kanun, şunçilik mükemmel bulup atkan mezgilde uçuk aşkara. Ya bu eski şey emez. Hemkarlıkçılarda sabır buluş gerek. Sabır bulmasa, abay ben degендek bu lağmenni oldumuzga ekep çokunu çirip kötəgəndə ben yedim digil olmayacaq. Onu çaynap yiyim, sınıp anadın men tandırmış gibi yettimem deyiniz. Bu jariyallah, bizden bunun dinki hemkarlıkçılarımızga deydiğen bir yufancan emez. Bizi çokum terakket nişanında şundak bir aslında bir ideya buluş gerek. Elbette bunun biz çokum maslışımız. Bayatın dedik. Yana bir kıtım kayıtlap dey. Kelgisi de muş bizim şirketinin barlıq Şinjan'ın her kaysı caylarda her kadar faaliyetlerimiz, içiliş murasimleri, ders sözleş, terbiyelep öpberiş, muşna katarlık işlavısı meydi Şinjan'ın katakır. Biz yani devamlı ustazlarını hem de özümüz bunu oylayan daire içinde sizlerin təlimanlarını kandırdığın ahvalası da biz işte faaliyetleri tolup katmışımız. Onu da sizler hatırlayacağım bu sana. Hem de Şinjan'ın ki yalğız böyle bir qaratmılıqlı mıdak bir falan bir adamga emas. Meyli Kazak, Hansu yoldaş olsun, Kırgız, Tacik, Özbek, Uygur, Mongol, Tungan. Meyli bizim asas Şinjan'da her qandaq milletli kıvatkan işinin hemmisi ihtiyaclık nesiller var. Abiyatın anıldığınlar Şizan'a, Mongol'u satmışız. Elbette bizim turumuşumuz okşaş oğlanlar işiltiren nesli mesela okşamaydı. Avlum turumuşum maskeli dağın nesli işiltido, Şizan başında işiltido, Tungal'da işiltido, bizim işiltimiz. Bu yerde adam okşaş oğlanlar anca bizim turmuş örp adetlerimizde zırak payrak oğlandıkken işiltiren neslerimiz okşamaydı. Adliyesi bizden şu Şinjan'da mesela tağlağa çıksak Mongol öyleге, Kazak öyleге kirimiz şanda çaraylak güzelgen, isil çimildaklarını isip etken hem de Kazak şunda güzel ama bizden öyle yok. Hem benim uyandığım neyse olan öyle olması mümkün. Hem de müştak bir ihtiyaç bu. Şu anda benim Muzaffer Fikam'ın gibini toluklaşımlık sebep mi? Kelgisi de bugünden başlayıp bugün keçek biz erteden başlayıp bizle alaqlaşıp numaramızı görüp duratqan her qandaq bizden şu türümüzge 3 tenge türümüzge qiziqatqan her qandaq bir adamdan qizg'in qarşılığımız bizle alaqlaşsa anikin söhbetleş arqılıq ya sizlar kelisizlar agar qolaysız bo'lib qolsa biz bosak bo'ldi ya bo'lmasa hozir berib kelishning hech qanday bu davrlar ketdi hozir to'rdimi tunish to'qib ketgan haqlar to'rdi jurdan tutdi hozir zo'g'illar Manglayan deydi bamsiz yaxshi ko'raman deb to'rlarda demak ashi bolam aqlli bolaga vaqtni ishlab qo'ymay to'r bilan jo'ja nima qiladi voy voy to'rlarda aloqalashib ko'rib bir to'xtamlarni hozir degan xil to'xtamlarni to'rdim tuzgul bo'ldi o'ng'ay ishlar lekin endi haqiqiy amaliy do'kon ochgan chog'da o'tib maxsus berib ko'rib loyilab qilsak bo'ladi qolgan ishlar yana tadriji paranchimiz bo'ldi rahmat Adilkan siz nihoyatda yaxshi so'zlab berdingiz biz boya deganimizdek shu bevosita tarqitishimizni ko'rib turayotgan do'stlar mana bu ostidagi gap qilgan yerdimi bir necha do'stlarimiz gap qilibdi buning qancha pul dasmiy soladi qandaq hamkorlashuvchi bo'lamiz masalan nayining qandaq bo'ladi yoki shaharning qandaq bo'ladi degandek bir qator savollarni so'rabdi shundan ozroq bir tushuncha berib qo'ysak biz aka bizda vakolatchilik haqida bir narsa yo'q undan keyin mulozimat haqida bir narsa yo'q marka haqida bir narsa yo'q bizda biz bularning hammani haqsiz qilamiz hamda biz hozir mayli noida yoki viloyatda yoki shaharda asson biz 10 ming yuanni bir birlik qildik 10 ming yuan shunaqmi 10 ming yuanni bu 10 ming yuan bir zakolat bo'lib qoldi 10 ming yuan o bir zakolat puli hamda do'konni chiqirdi o'zi chiqirdi hamda do'konninki ichiga kerakli bo'lgan mol jazisi mal viviska qatorli xizmatlarni biz shirkatimizdan haqsiz qilib beramiz demak u ma'lum bir noida
O ma'lum bir nahiye, Bunda tikka qilsang. o ma'lum bir nahiye yoki shaharda masalan, mush 3 tangilik do'konni ichish xiyoli bo'lsa, hozir bizga 10 millionni etib qo'ydi. Shuning bilan biz ashani iliqi boqu qilamiz deymizku. Masalan, boshqa odamga bermay turamiz. U 2 oy vaqt ichida shu yerdan do'kon izlab, tepib, do'konni ochadigan bo'ldi desa, uningdan keyin bizga do'konning chertojini sizib berdi. Biz uningga maljasi buyurib, mallarni peyli qilib, viskisini yasitib, biz yetkazib beramiz. Agar 2 oy jarayonida u do'kon topolmay qolsa, biz 10 million pulni qaytarib beramiz. Qaytarib berib, ikkinchi bir odamningki mal ilishiga, nima do'kon ichishga biz uning bilan hamkorlashamiz. Demak, dastlabda o'zi do'konni ijara oldi. Biz kerakli mallar bilan, jazlar bilan ta'minlaymiz va buningga faqatla 10 ming qo'y kafolat berdi. Maşallah. Nəhayət addi usulla açıldı. Bizdeki mavi bir yaxşı bir fəaliyyətlik bir nimdəyimizdən bir fəaliyyət bu əmdə. Bunun mu faqatla 100 dükkan bilan çəkildi. 100'dən eşib ketgəndən bununki həmmə çıxımlarını özü qılıb çıxırdı bundakı. Demək bununla cıqbıl ketməydi. Bu dükkandakı adətdə bir 60 bin pound, 70 bin pound dükkanğa 40-50 bin qo'yib açalaydı. Özüneki icra hakkını tözse, qağın nəsini biz çıxırmız, emas mı? Çıxırmız, qağını biz çıxırmız. Anda oğan dekin, özünün ketilen xarajat nəhayət az, dükkan icarasını tözsül buldu. Dükkan icarasını tölese, mal cazları, viska, mal həmiz biz təminləyimiz. Anda oğan dekin, bu dükkan egisi, məsələn bir nəhayədə 20 min qoyuq dükkanı alsa, 10 min qoyun biz gəlsə, onun da ketilen çıxımı 30 min qoy. Qağa yeni 30-40 min qoyuluq malını, cazlarını biz qıp vermez. Şunu olan, o 70-80 min koyulan o dükkanı açalaydı. Demek dükkanın kölümü cihette talep bağımıyıqımız yaparka. Siz bayadın dediniz, hem ma birden turib körümüz, dostlarımızın köstümüz, şu bir vaz tartışık körüp duratan dostlarımızga. 30 min xil məslat bağ dediniz. Demek 30 min xil məslat bağ dedik. Bunu mesela 30-40 bin fan kvadratmetr kildiğen dükkanlardan buludu. Hem de aşın 30 min xilniki mesela hemmini salmaya dese belki neç 100 kvadrat, hatta neç min kvadrat gitip gelişim mümkün. Patmaslık mümkün. Patmaslık mümkün. Muşnik hem de talep normal ahvallı kandak buludu. Şundur koysan. Bu asaslığım onda oldu. Hem de bizde malınki türü nait köp. Bu malının hemmeni tızıp buluş imkaniyeti mi mümkünçiliği azırak. Bunun için nait çoğun dükkan bulmusunmaydı. Hem de çünkü biz bir ticaret ya ki belirli bir iş qilgan chaqda onunki külüm buldu. Külem bek çoğun kesimi, külem bek kichik bo'lib kesimi, o bizga mos kelmaydi. Biz o'zimizning ahvoliga qarab turib, masalan o'zimizning ya yez bozor ya nahiya ya viloyat qarab turib, shu yerdagi ahvolga qarab turib o'zimiz külemni belgilaymiz. Külemni belgilagandan keyin shu külemga qarab turib biz qanchalik joziba, qanchalik jozidagi maltisi buldu, biz shunchalik malni shu odamga tanlashga beramiz. Mana meningga hozir 1000 xil mal salsa bo'lgan yoki 2000 xil mal salsa bo'lgan desak, biz shu kishini tanlaydi, shu tanlagan bo'yicha malni seplab beramiz. Endi bu yerda biz cho'ng talab qo'ymaymiz. Cho'qqum sen manchi pinpanliq do'kon yoki manchi cho'nglikda demaymiz. Bizning hozirgi ishimiz abay degandek bu bir boshlang'ich. Bu holatda anda bo'lgandan keyin biz qadam mangimiz. Endi mush qadam menish jarayonida biz ko'rilgan masalalarni texnik mukammallashtirib, buningda on talablarni yuqori qo'yamiz. Bizning ma'vo hozir qilayotganimiz nima desa, burun Adilka bilasiz, uyga bir telefon qo'yish uchun 30 ming qo'ydi-ku. To'g'rimi? 30 ming qo'y bilan bir telefonlarni uyga qo'ydik. Uyda telefon bor odamlar nochi, uyu, mana uy telefon bor deydi. Hozir telefonni uchun haqsiz qo'yib berdi. Hamda mushu telegraf o'rinlarmi qolsa ilg'or ketdi. Chunki qancha odamga haqsiz bir narsalarni ichib bersa, haqsiz o'rlashtirib bersa, onundan keladigan foyda nereden desa, abotlarning ishlatgan o'g'an telefonlardan anında foyda keldi. Demak, bizmi nima degan chog'da, abim xalq foyda qilamiz dedik. Shunda bo'lgandan keyin biz ularga talabni yuqori qo'yib,
vizkaga manchib bo'l, mulozimatga manchib bo'l, manch ko'lamda deb jiq talabni qo'ysak, hozirgi vaqtda u kishi tijorat qilish uchun ansiraydi, men pulni soldim, men keyin pay olamamdim, men sağlam məbləğim çıxamdı deydi. Şununla biz şu kişininki şu xil qo'rqinish yoki shu xil andishni yo'q qilish uchun u masalanga nimani chiqirdi, ijarani chiqirdi, biz qolgan dasmayni biz chiqarib beramiz. Demak bu o'zaro hamkorlik deganmiz shu. Uningdan keyin bu kishi uningdan keyin qo'rqmay qildi, biz abay degandek shu uninkidan biz mal sotamiz, mulozimat qilamiz, boshqa vakiza qilamiz. Uningdan o'zimiz keraklik fayda manfaatlarni etmiz. Xalq molidir, biz molimiz degan. Shu bizda undaq cho'ng talab yo'q. Cho'ng talab yo'q. Faqatla shu bir nima uchun 10 ming koy zakotlarni et qo'yib, men palonchiyadan ochma deydi, shu kishini saqlaymiz. Assa ochdi, ochmasa ikkinchi bir adab. Shunday oddiy. Bo'ldi, rahmat. Nəhayət yaxşı tushuntirib qo'ydingiz. Demak, shu turiga qiziqadigan do'stlarimizning hozirning o'zida shu ekranning shu qizil yerda aloqalash telefoni deb Muzaffar apandimninki telefoni chiqib turyapti. Telefon nomeri ham unidar nomeri o'xshashli shu do'stlar. Ya'ni 1-4-9-213-008. 1-4-9-213-008. Telefon ham unidar nomerimiz shu. Musharqiliq hamkorlash usullarini so'raydigan, tushunmagan taraflar bo'lib qolsa, Muzaffar apandimdan so'rasanglar bo'ladi. Gaplarni chiqib turibdi. Nurmat mal mundaq bo'lsa, biz bu yerda paranglashdik, shu korxona mablag' selish, qimmat yaratish to'g'risida nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz. 3 tanga 350 shu mallar turi jihatimi siz o'zingizniki o'ylaganlaringizni o'tirib qo'ydingiz. Endi mush turniki siz biz odatda Muzaffar akam shu iqtisod kasbida men o'qigan dedi. Mush turni hamda ro'yobga chiqarib, shu kang do'stlarga mush turni hozir bugun e'lon qilyapmiz-da hamda. Sizmi shu iqtisod kasbida? Adil kammo hamda bayatni dedi. Men Çayxon paranglar programmamizda men 365 korxonchi bilan tanishib, paranglashib, shular bilan o'zaro ham suhbat bo'lib, nurg'un narsalarni egalladim. Undan boshqa siz tavsiya qilgan korxonchilar bor to'pga kirib, nurg'unlig'a shu iqtisod jihatdagi bilimlarga erishdim dedi. Hisob Adil kammo hamda yerim korxonchi, yerim iqtisodshunos desak, menimcha ortiq ketmagidak. Endi mayada men faqat bu iqtisod jihatdagi men endi ishimni esololmayman da bu yerda. Mushu jihatda men sen biz odatdagi normal odamlar chiqib ko'rib bo'lmasligimiz mumkin. Mushu turning qanday aloyidligi bor, qanday ortiqchiligi bor. Siz cho'qim shuni iqtisodiy kallangiz, iqtisodiy ko'zingiz bilan nihoyat cho'nqur to'nib yeta olishingiz mumkin. Mushaqdagi ko'z qarashlaringizni o'tirib qo'yib bergan bo'lsangiz. Bu 3 tanga deydigan bu bir marka. Asosiy 3 yuandan sotilish asos qilinglar. Ham bu bir sahna. Endi bu bir hozir bir natija qozonaman deydigimiz, ma bir sahnani to'g'ri tanlash yamaroq muhim narsa shu. Jamiyat nurg'un iqtidorli odamlar bor. Bu sahnani to'g'ri tanlayolmaydi, haqiqiy o'zining qimmatini joriy qildirolmaydi. To'g'ri. Demak, ma sahna ajoyib negizlik narsa odamning bir natija qozonishidagi. Shu 2007-yili Amerikaniki Manhattan'da, New York'ta bir skriptçi var ekan, dangliq bir skriptçi. O shapkadan birini kiyib olib, metro bekatida skript chaladi ekan bu. 2 soat ichida 30 necha Amerika dollari pul tashlab turibdi. 2 soat ichida topgan puli. 2 oydan keyin Bostonda bu yanchang o'tkazibdi, kechlik o'tkazibdi. 200 Amerika dollaridan setibdi-da. Bir talon bilet eshib qolmagan gap. Shu odam shu. Demak, men sahna o'xshamaydi demakchi. Ajoyib muhim narsa. Nurg'unli odamlar bu sahnada haqiqiy o'zining qimmatini joriy qildira oladi. Sahnadan arildi, uning qimmati yo'qaydi. Demak, bu natija qozonishga bu sahna ajoyib negizlik narsa. Men uning ustiga men sahnadagi cho'ng ortiqchilik nima deganda, birinchidan xatar intayin tuven. Saladigan mablag'mi intayin kichik, oz. Yeydigan g'ammi asosan yo'q. Nima g'am bor? Satsılan buludu. Hazır şirketinki şavçan şüse. Ünidardan şirket aşnası teyavladı da. Bundaki şu şavçan şüdülen mazda kaskıldı. Bu ba deyişinin orunu yok. Anladım 5 tal manatın 2 tal. Ma yeni mal çıktı da dedi. Anladım koydu. Şirketçi onu hemen kıygan zakaslarını bir yeşik selip çoğu bolaplap yol sefer deyince. Üçüncülük adı değil. Demek Allah akıran bek çıkıp gitmeydi yaklı bile. Demek karşı tarafınki Xeyim qatar bo'lsin, yeydigan g'emi bo'lsin, hamma narsa asosan eng tuvenchak tushirigli. Bir ish qilaman deydigan odamga amal yo'q.
bana tapayçı bana bir hatalık yerin tepe kayçı olsun ama yapılamaydı ki. Hem de hazır hem iyi bir naz dağıtkalarımızdan asası hemiz nazariye. Hem kilip bir şey şarayet olsa hazır köz buludu. Bu da bu dükka açımen diyen dostlarımızdaki ilacık var kilip köğünü yakşı. Tunca katımlık malını yüz tutup sıla be mana alay da tunca katımlık malını yüzü kaçılap masa texim yakşı da qarayım. Bunu da xatarın texim tüyünce küçülerleydi. Çünkü malının türü hakikaten çık ki. Hemen ez patmaydı o. Brahman pompan dükka açmışsın onga. O 60-70 pompanla dükkanға çoğu müzik kıllap kalıs diş ötken neslinden kiriş gerek. Şu atraptaki kişiler mesela ihtiyacı nerede şuna koyar, şunun karta talısı buluyor dikenler. Yüz yaş kögen neslini tallısa elindeki satalaydı. Ne? 100 yaş görmese bir adam satanmaydı ne? Ya kanca 50 yıl seçilen şukullansın mı? Manasını ben yaş görmesem satanmaydı. Çünkü buna bana nispeten duygu şekillenmedi, genci şekillenmedi. Ulan kullandım mı? Vah! Diğerle senden bana satalayım. Yere kullanmışım. Heh! Diyen bana satamaydı. Çünkü başla duygu şekillendiremeyimizde. Şu yüz kürep tutup en yaş görgen neslini kıysa anında onay başla satalaydı. Maza açalaydı diyen gibi. Nurgu adamlar Guangzhou'ya çıkıp gidildi ki, yüzem iyilik tikleymen, yüzem şirket kurmaya dep. Manda bir hatalık kendi. Demek bundalık fıtık kazış mümkünçülükü beklam tüven. Adet şirketler toxtamay kuruldu. Köp kısım şirketler 3 yıllık bağmayla pok kırılan veren buldu. Adette 5 yılının üstü hayat kalalaydıgan şirketler 7% bağmaydı. Demek 100 şirket kuruldu desek 5 yıl mevcutlap me hayat, pul tapmasam me hayat dedik Allah. 7'si yok 100 şirketin işte. Demek 7%. 10 yılının üstü hayat kalalaydıgan Allah çoğusa oranj 2%. Ay derece tüve. Nurguluk adam pul tapı mellamda pulundan qoğuluşudu. Hayat kağallıqın özü pul. Çünkü pul tapması hayat kalanmaydı da azırak olsun kança ögülmese. Şu memi muşunda bir iş kıysa, memi bir şirket kurup etsem de mana bu şunda küçülük karxanlığa əgetsek, yaxşı bolğan bir səhnələrə kirsek, aşımı futuq qazanğan bilan oxşaş. Demek hemen her doğru çıktı da, özünün rolanını cari kıldıra alaydı o. Hemen tüven. Hazır üzdük yan çıktı. Bab bu ne? Bir nəsə sınap bakayçı dep yok kılıp etse, ikinci kadın nereden tepkilerleydi bu ne? Kanda tepkilerleydi o. Kancılık bedel tüleydi o. Tepkilerlemdi o. Hemen manamçı. Hatar asasen yok. En tüven çekti. Nime hatar var? Dükkanın yüzü acıdı. İcarımı intayın ezan yazıldı nailede. Demek o elik yana üzük düşük soğudu buladı da. Demek hatar yok. Demek ki bu şirketin nurgun artıqçılıkları var. Bo'ldi rahmat muallima. Muzaffar aka bu yerdan paranglashib, suhbatimiz muzrab qoldi. Paranglashib men bir ideya kallam kelib qoldi. Biz ham shu 3 tanga, 3 yillik shu zanjirsimon shu bozor, do'kon ichish, shu turnamda do'stlarimiz hamkorlar chaqirib qilyapmiz-ku. Odatda bundaq hamkorlashishni masalan o'ylashmagan, lekin mayli apim rayonimizniki, Shinjongniki har qaysi viloyat, shahar, oblast, noyalarda, yezlarda jumlada masalan Urumchida nurg'unlagan talla bozor ichayotgan savdogarlar bor, xo'jayinlar bor. Bularni balki siz shu bizning bevosita tortishimizni ko'rib, yoki bir yerlardan anglab, men bundaq hamda dukunim bor. Men unda hamkorlashish masalan zanjirsimon unda do'kon ochmasammi, men o'zimning dukunim bor. Sizlarning mush maslahatlarni men kirgizsam bo'lamdi. Masalan, qanday shaklda kirgizma deb o'ylagan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Bular kirgizsa bo'lamdi, qanday kirgizdi? Bo'ldi. Bunda do'stlarni qisqa qarashamiz. Mayli o'zining tayyor do'koni bor. Hamma narsa bor. Bizga deki yaxshi bo'ladi anandacha. Masalan, bizning malla olgan ekan. Chunki bizning melimizda shu satsimi abay degandek bu bir yaxshi ish. Biz onunğa qo'yilgan talab nima deganda, dastlabki qadamda eng to'van bo'lganda bir 5000 ko'ylik mal olsa, biz shu kishiga to'ppada beramiz. To'ppada beramiz. Aşı bizning vakolatchilarga qanday berganga o'xshash to'ppada beramiz. Elik biz bu adamlarni bek elik barqlab cho'qqum bizga ergashsang bo'ladi, ergashmasang bo'lmaydi, unday ish yo'q. Çünkü o şekillenip bo'lgan tijoratga onun uchun şekillenip bo'libdi uningda. Faqat bizning mal sohasi bo'ladi ekan. Anda bo'lsa biz qizg'in qarshi olamiz. Endi 5000 koy deganga nurg'un mal keldi-mi adika? 3 koylik mal degandan 3 koy desek hayat kirdi. Nurg'un mal keldi. Mehmet malımni 300 koy to'shidi. 300 koy bo'lsa 3 koylik mahsulotdan masalan 100 xil mahsulot setib olib bo'lgan. 300 koy masalan. Demek 500 koy hamda
Hara bir qitimliq malni 5 mingga kirgizsa, hara ehtiyoj yetadi demakchi. Rost yetadi degan gap. Anaga almashtirib qilib turdi-da. Masalan, bizniki o'lcham bor. Odatda shu mol jazoslarni mau o'lchamlik jazo 5 quruldi. Bizning ma 7 quruch bo'ldi-chu. 7 quruch. Chunki malning egizligiga qarab turib biz jazozniki orliqlarini o'lchaymiz. Shuning bilan bizniki mal jazo odatki normal jazo 90 cm oldu. 90'dan şu 1 metr. Bizim 1 metr 20 boyuç mağdu. Bu mu ölçemlik bu. 1 metr 20 bo'lgandan odatdagi shu uzunlik, kenglik qarab turib biz qanchalik mal bo'lganini bilamiz. 5000 ko'ylik malmi xili bir yana egallaydi ananchu. Xili shundan qarab unga biz hamajik mal olsa bundan bo'ldi ekan deb qilamiz. Chunki bu yerdagi amdalik abel degandek inchki hisobga tanar qilib shu kishiga bir manfaat qilib qilamiz. Ben bir narsa isim kelib qolgan davla ya. 3 tenge. 3 yana. Mening do'konim bor. O'zimning tayyor. Men sendan mal kirgizdim. 3 yillik malni sotmoqchi bo'laman. Sendan texma azan oldim. Aprapla 5 yangi setib olsam, Xudo bo'ldi. Bu bek yaxshi oldu. O vaqtda qanday oldu desa, chunki bizga jamin bo'lgan. Bizga vakolatchi o'qib bizning nomimizni qo'ygan do'kon 3 qo'ydil sotadi. Biz ularni 3 qo'y 5 ming sotishga olmaymiz. Ular o'zinglarga hamkorlashganlarga cho'qim shart bor. Shart bor. Cho'qim 3 yuan, chunki Veskiston badan 3 tanga 3 yuanlik gap. Masalan, Adilkam Urumchiga ochdi. Ya Maytaq ochdi. O'ziniki yurti Maytaqda bo'lgan ekan. Adilkam o'ylashadi-jima, Adilkam ya Urumchiga ochdi, ya Maytaq ochdi. Bir yana ichib qo'ysam bo'ladimi deb qisqa bo'yadim. Men aprapla 5 qo'yni setib olsam. Chunki Urumchida bizning yana mishdaq do'konimiz bor. Ama iste'molchilarni ko'rdi. Adilkam ayada qopab 3 qo'yliq sotilgan narsa 5 qo'yga sotsa, biz men 3 qo'yga sotsak, Adilkam bir ish qata bo'ldi, yog'och qozon bo'ldi. Yeni aka bizniki vakolatchining do'konini oladi. Yani şu anang bazar, dadang bazar bulurken. Şunu az yeyimiz, saz yeyimiz. Anandacha. Biz o'ylaqa bizdeki maqsad nimasi politoşa deymiz go. Payda az olup chiq mangdirib bersak, bu nayt yaxshi ish. Amal paydagandek his qilgan bilan, lekin haqiqiy uzun muddat tijorat qilgan korxonachi do'kondorlarga nisbatan yaxshi yo'l emas-da. Xuddi bayatim Nurmat ma'lum degandek, bir mablag' soldim, atisli foydasini ko'rma, degan o'zi xato deganga o'xshashlar. Endi bu mallarni o'ylaqa azamatga tez qo'ldan chiqdi-chu. Bu meni davr xarakterlik narsa, modern turmush taraqqiy. Masalan, 20-yilda ishlatgan narsani biz ishlatmaymiz hozir. Endi tadbirchi bo'lma, rang jihatdan, sifat jihatdan, shakl jihatdan asta taraqqiy qilmoq. Biz endi bu 2020dagi narsani 22-yilda setib yursak, o bo'lmaydi. Bu azamot tez chiqib tursa, yana yangi chiqib tursa, o'xshamay tursa, ma bu tez bo'ldi. Mush stakan 3 qo'y mana. Mush stakan ma biz çay içken stakan ma. Çay içken mush stakanlar 3 qo'y, ha? Şimdi men 5 stakan 3 qo'y. Men alayjim o Shundami? 3 qo'y. Ondan keyin bizniki manda sho'krat. Birdan turib qo'y, endi mallarni ko'stimiz. Bizning Fatipollarimiz 3 qo'yjimi? Nima? Fatipol. Fatimonki ve ben oldukça zamanında bekadan 2008. Bunda qilaylar. Muzaffar aka, aka. Ko'rib baqan. Bayatdan beri biz yaxshi suhbatlashdik. Nurg'unlagan bizning shu bevos tarqitishni ko'rayotgan do'stlarimizmi 3 yuanlik mal desa zot qandoq mal bu bir ko'rib baqsaq deb taqozzar rast bo'lib qoldi. Biz endi oldingi do'konni ko'z tutishning oldidagi shu suhbat, hamkorlash usullari, a'zo bo'lish, bu yerdagi sahnaning muhimligi degan nurg'unlagan jihatlardan Nurmat ma'lum Adilkam Muzaffar aka sizni aytib yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Biz unda bo'lsa do'stlarimizni taqozo qilmay, shaqil turib shu 3 yuanlik qandoq mallar bir ko'rib chiqmamdiq. Bo'ldi, ha. Shunaqa qilaylar. Men anglagan degan debdiki. Bu yoqdan boshlab kiraylar unda bo'lsa. Shu yoqda ko'rinib o'tamdi. Men tanishtiray, ha. Bo'ldi. Bizningki 3 yuanlik mallarimiz. Aldırmaydı oldu. Abay Fatiponi 3 qo'y dedim. Mushu Fatipon. Mana, Mush Fatiponi 3 qo'y.
Do'stlar, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bizning müzik naq maydon bo'ladi. Ma'noda taqsim ma'noda rasmiy ma yog'ochdan. Mana mishni o'zi 3 qo'y. 3 qo'y. Ha, ma 3 qo'y. Masalan, Muzaffar aka buni sizlarning hamkorlashish bo'lmagan, masalan, bizdek Odilkam, Nurmat Mo'minbeklar bizni setib olsak, uch ko'p bo'lamdi, bo'lmamdi. Bizga bo'lmaydi hisob, ha. Uningga nima degan chaqda sizlar bizni o'zaro munosabat o'rnatgan ekan. Ha. Masalan, bir xil nima deymiz? Hamkorlik o'rnatdik deganning o'zi bir to'y qildik degan gap qo'y. Uningdan keyin to'y qilsak, bir-birimizga nimani bersak arziydi-ku. To'g'rimi? Anday gap. Endi onda desam cho'qqum hamkorlik emas, hamkorlik o'rnatmagan kishilarga 3 qo'ydan beramiz. Lekin buningmi sapallikqa shart bo'ldi anandichu. Bizni doim qo'llab turish kerak. Doim qo'llagan bunda xaridorlarga, doim bizni iste'mol qilgan xaridorlarga 3 qo'yga setib beramiz buni. Beramiz. Ben kam degan çağda abiyam degandek 10 ming so'mga hamkorlashdim. Bir do'kon ochdim. Bu salohiyatga erishdim shundaqmi? Aniki mening sening nomingda ochmadim. Ammo 5 ming so'mlik bir qitim 5 ming so'mlik mal oldim. Mushtaq bo'lgan ahvolasidan keyin men 3 qo'y. 5 ming emas, Odilka 3 ming qo'ylik mal olsangiz, men 3 qo'y beraman. Mana. Madem öyle. Men ma jon shopisi o'yninki. 3 ming qo'ylik mesela bizning 3 tengadan men bugun kirib, siz shu Odilka 3 tenga kirib, men Meşe do'kondan 3 ming qo'ylik mal olma desingizlar, men 3 qo'yga bermayman deyman sizga. Ya bo'lmasa, mana bizning isil lungimiz bor aka, ma'nodan. Ma'noda 20 ni bermayman 3 qo'yga. Birini 3 qo'y emas, 20 ni 3 qo'yga bermayman. 20 TL 3 qo'yma. 20 qap mishdaq lunga 3 qo'y. Men urug' tuqqanlarga beramsiz, do'st birodingizni sovuq qilamsiz. Ne satamsiz? Bir 3 qo'y emas, 20 TL. 3 qo'y. Shim qo'ylik mal olsa? 20 ming qo'ylik misha kirib. Mar lungimi? Ha, lunga. Bu bak isil lunga mana. Men 3 qo'yga beraman. Mana demak endi bayatni haqqi xalq nap yetkazib deganimiz ham to'g'ri. Buningmi tanarqi va buning hamda kelib ketish va mana masalan ishlayotgan hozir ishlayotganlar va mushtariqam biz bu yerda naq maydon taqtayotgan nurg'un odam ishlayapti. Shunaqa holatmi? Haqiqatan muvaffaq. Ya 1 TL 3 qo'y deysizmi masalan, meni masalan odatda men yaqinda kichik bolam tug'ildi, uyga kelib yo'qlab keldi bo'ldi. Ayolim bilan bak izlab ketdik buni. Mishdan narsalarni qo'ysak bo'ladi ham yo'qlab kelganligi deb. Baldir kelsiniz. Bizni 30-40 qo'y, 40-50 qo'ydan topolmadik. Mishdan narsani qo'yim deb turib oldi ayolim, lekin biz topolmadik. Tasavvur qilib, endi qo'ydik. Yo'q, og'alarmi? Ha, 1 TLni kim deganda 40-50 qo'ydan deyishib qildik. Magazinda 110 qo'yni sotadi. Mishdan o'xshaydigan narsalarni demoqchiman. Cho'ng magazinda 110 qo'y sotadi, birini. Demak, mana endi 20 TL. 200 qo'y. Ha? Mana 20 TL 3 qo'ylik mal elang ber. Mana da 20 uyga ketdingizki. Mandalicha Muzaffar aka men bigasini 3 qo'ylik do'koningda 3000 qo'ylik mal olaman va 3000 qo'yni ma deb qo'yib. Hozirlar akasingizmi mayli malning amini. Bir yilning ichida akasingizmi mayli. Ha, akasingiz mayli. Abayqi degandek, mana o'xshash narsani shu kuni akasingizmi mayli. Fatipona kitamsiz, mana kitamsiz, bir yur qochlarimiz bor atiq bizning. Ya bir qaraylar. U qochlarni hammasini nima qilmabdi, men chiroyli tizib bersin hozir bu yerga. Onki bunda qochlarimiz bor. Uni oldi. Undan keyin mana o'xshash chiroqlarimiz bor. Mana o'xshash chiroqlarni 3 qo'y. Buni har xillar qo'y. Mana avasingizmi mayli. Mana o'shalaringizga qo'yib qo'ysangiz chiroyli turadi. Mehmonxona qo'yib qo'ysam chiroyli chiqadi ekan bu. Uningdan sirt sizniki 2997 qo'y pulingiz bor degan gap qo'lingizda. Maningga siz uningdagi mana ichidagi mallarni olsangiz bo'ldi. Mana degan odatda chaylar istakanlar bilan qo'yib qo'ydigan. Masalan, mana istakanlar bor. Mana mish istakan 3 qo'y. Mana o'sha istakan Adilkan Bey tanıydı kırlık stakanı. Mana Sanab bakamsiz ya. Adilkan Bey'ni koyup bakamdık. Nasıl malum? Mana Yaxşı. mana o'xshash maslahatlarimiz bor mana. Ma istakanlarmi shundan yaxshi. Bu hammasi abay deganda ko'tarib baqsa bo'ldi. Shu haqiqiy nochi masalan zavodlarniki maslahatlar. Unda ma hammasining markasi bor, mana markalardan tortib hammasini bor. Haqiqatan ha. 3 koy.
Bunu setişimiz 3 koy cuma, berişimiz bundan azan. Do'kondarlar berişimiz. Hamkorlash iste'molchilar bo'g'onlar sotilgan muqim bahasi 3 koy. Buni da setishimiz 3 koy. 3 koy. Buni erishimiz Hamkorlashlar bundan ma'zam bergan gap. Uni maqib Kesim qo'saq ag'ramog'day. Uning bahasini devasa ko'pmaydi hamda. Ağrıdan iş yok ki cuma. Masalan, mana ma'maslar har bir oilada kam bo'lsa bo'lmaydigan masala. Har ish. Bu Bakın Adilkam hazır olib ketdi, mana ishlatdingiz. Ha, mishna ketdim. mana stakan shunday chiroyli stakan. Mana hozir Adilkam ko'rsatgan stakan. Men Buni masalanga mana makuldanlar ko'raylik. Makuldanma. Birdan bo'ladi endi. Hmm. Ancha-muncha aqlat tashlab qo'yib. Inshaalloh qo'yib qo'ysin bo'ladi, ha. Aşağıda yazıklık emesini Mana gibi. shuni markangiz Adilka. Buning ichida hozir 100 tal çıkıdı, 100 tal çıkıdı. 50 dalma. 100 tal çıkıdı. Men mishna xolandan 10 ko'ga. Malni yandirib bo'ldi. mal qaytarildi. Ular uran, u ham sotadi ham demak, haqiqatan farqi bor. Haqiqat o'yin qambos bo'lmaydigan narsalarda bunda aqllilikka, har xil aqlat bunda. Mesela kaçılarımız. Ma kaçılarımız. Müşmü üç koy. Buning mana bir say salatlini qilib, ha? Menimcha ichi va say salatlini qilib qo'ysin bo'ladigan. Ma burun öylerimizde bağ kaçılar. Abim dedik bu bazen mallar bizning müşü Şinjan'a maskıldıgan. Biz Şinjan'dakiler mana o'xshashmi? Gullar va bunday narsa yaxshi ko'ramiz. Shuningga masalan müşü mallarmi? Mana müşü bağda, müşü bağda. Mush stakanlarmi shumi? Hamiz shu mana shu. Sudallimi? Ha. Sudanlar hozir istakanlar shu. Aynaklik mana. Aynaklik. Ha, ashlanib ko'ra hammasi shu ko'r. Supti yaxshi buniki u nachar narsa emas. Masalan, supti nachar narsalarniki asad kasla puraydi bir xil rezing puraydi. Buning unday ish yo'q. Unda ish yo'q. Ma kirsak bunda purak yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Butunlay yashanadi. Mana qarab beqilib masalanga mushku qog'ozlarimiz. Qog'ozlarimiz odatda 5 koydan payt etilgan qog'ozlar, 5 koy, 6 koy. Bizning setilish 3 koy mana unda. Setilish 3 koy. Mana ma'lumotni ko'rib beqam, mana mishlar. Mana chim turmamdi bu mana. Muzaffar bahoni o'ylashib qo'yatgansizlar. Ha, bu bahalar hammasi yaxshi. Obdan o'ylashib qo'ygan bahalar. Mana ma'lumotlarimiz qaranglar. Masalan, puraq baqsanli bo'ldi. Buningda hech qanday Sulyo puruq yo'q-ku, bosh puraqa. Bo'lmasa, miya kap bo'lganman Puraq bo'ladi. Yoz, havo issiq. Issiq vaqtida nachar narsa texnik turadi. Hozir miya puraq yo'q-ku. Men fan qilim shu. Shukoy. Ular hamda odatda biz uyda bir tak doktorniki bir dorilar ancha chonka hesab qo'yamiz. Buni og'izlari bor buniki ayrim. Og'izga itib qo'yamiz, ana shunga o'xshash narsa ishlatamiz. Hamda bu yerga tizilgan mal bizniki hozir melimizda azroqli bir qismi chunki bu yer bek cho'ng emas. Jihmaldan tizib bulamidi. Biz abim degandek bizning shu telefon orqali hamma narsa aniq ko'ngil bo'lgan mallarni ko'p malni supit obojatda har birisining yampinglari bor. Shukoy. Berishimiz tek onundan azan. Muzaffar kamush bergan bahan faqat demayotdi-da. Bayatdan shunda qachon davlatga deb men shunda taqozzar. Hamda yan sen ko'y do'kondagilar qarab bu mallar ular bilan faqat o'xshaydi. Mana hammasi men yurish. Aslan zaman farq bor. Qog'ozli turmamdi mana odatda. Shko'g berdigan malni bak inchiklab so'rab ketmasak bo'ldi, ha. Aniqlik ya, aniqlik. Mishimi 3 koy. Shukoy. Oz qolib 5 koy deb aytdilar. Men asli planimda buni tig'im azal 5 koy sotmoqchi. Niyatda bo'lg'achqa deb savatma. Fatva satqim kelmaydi, ha. Chunki 10 koy oldim dedi emasmi Adilkam bayatdan, ha? Chotkalarni 3 koy. Masalanga. Chotkalarni 3 koy. Sap oilada tutilgan narsalar. Malika odatda qilib televizorlarda tamoq etishni ancha-muncha buni qilishlik darsdan o'tdimizmi? Anandan 100 gram, manandan 50 gram. Yama bilan kelishmoqda. Ham shuni o'lchab qo'yib ishlashmi? Ashlan chiqargan narsa bor.
Şükürlen cımak diyecek tamam pişirgan. Mesela ötken ushkoy desem mal döngene. Mana üç desem işte birisi ushkoy mu ya dedim. Mana üçüsü ushkoy mana. Mana ki üçüsü ushkoy. Bunda. Üç koy. Ha. Muzaffar aka ma'ni uchun qo'yganda. Bir tila. Ma'ni bir tila. Ma'ni hamda qo'shmaydimi materialma? Qo'shmaydi. Bu hamda bu mallar aşnak cho'ng kichik bo'lib, har xil o'zimizning ehtiyoji asosida mallar bu. Ma mesela qazaqimiz yuydiganlar. Ma ayollarga, xonim qizlarga oshxona ishlatadigan ravrsa. Öyle bir xil simjamı bor, simjamning rolini o'tayman jirik. Qo'lni bunda qisib qo'lni jitib yetalaydi, maqil jirik. Ha, öyle simjamning o'rni ba'zan simjam bilib ushtilib, öyle tamoqning orasiga kirib qoldi-ku bu. Ma'nosida ashning rolini o'talaydi. Jirik. Jamba. Ha. Bu üç koy. Yamanchiq bizda. Endi bu hozir bu üç koyli mal bayatın degandek yaman az bir qismida. Hem bunu kelgüsüde mesela bu 30 bin qilg'i bor edi 3 koylik mal, shundaqmi? Men buniliqi hozir malum men bunda bir narsa o'ylab qoldim. Buni ham dediqi hammani tizg'ili bo'lmagan ekan, buni yoki bir mudab sup yasab, shu orqali boshqalar shu supga kirib, buning xilini tanlay oladigan. Ma do'konda yo'q narsa, masalan, meni oldim deydigan zakazlar bo'lsa, sizlar yana o'xshash 3 so'mlik 3 tanganing haqqi deyani şöyle qilib yetkizib berasizlar. Shunda. Abi ustozlar kim bu bizga qo'ygan ta'lim shu. Ma gap to'g'ri, atraf ma'lumning gapini anglasak. Daqiqa chaqda hozir davr ishlab qag'ili bo'ladi. Mishalarni ko'rib baqsin. Ben mush ko'yma? Buni mush ko'y qil bo'ldi. Buni qil bo'ldi. Buni mush ko'y qil bo'ldi. Shukr qilib bo'ladi. Degandek abi 3 ko'ylik pulni tap 3000 ko'y pulni topshiriblar. Ha. Qolsa ma'noda ne ish bo'lmaganda 15 ni beraman men sizga. Nech pulga? 3 ko'yga 15 ni? 3 ko'yga 15 ni beraman. Ey, alam. Bir oshxonachi degan loban. Hamma ishlatiramasmi buni oshxonaga? Ha. Simchot bo'ldi, mishtaq var etang bir 3000 ko'y qilib ma'nodim bir 15 ni ekitib birdan mimog'i Çeyneklerini bir yengişlemesi. Yengishlemasi a'lo degan hammani qashlay shu. Ko'rib yiqinlar masalan. Bu oshxonalarni biz yine abay degandek. Masalan, mishadagi mallarni abay degandek biz 3 ko'ydan sotib bo'lgan mallar. 3 ko'ydan sotib bo'ldi. Fakat şu abayam qidek biz şu ihtiyojga erishgan chaqda cho'qim bunu Chunki bu nima uchun 3000 ko'y iliqi to'laydi degan chaqda bu xaridor davomli bizni iste'mol qildi emasmi? U bizni qo'llab berganki biz uni qo'llaymiz-ku. Bu bir-birimizga iliqi tang manfaat yetkazgan chaqda bo'lgan ishlar-ku. Ma do'kondagi mallarniki bahası asli boshqa baha, Muzaffar aka. Asli boshqa baha. Masalan, boshqalar siz hamkorlik o'rnatmaganlar setib oladimi desa boshqa baha. Lekin bahasi qimmat emas. Qimmat emas. 3000 ko'ylik mallar saqmanida 10 ni beraman. 10 ni beraman. Oshxonalar toz bo'ldi ekan. Sek qimmat chayib qo'ydan. Bu 2 litrlik eng cho'ng sifat eng yaxshisi. Issiq saqlaydigan ekan narsa. Mana chiroyli kichiklari bor ekan. Kichiklarim bor. Anondan 15 ni beramiz. Mana 15 ni bersa. Ha. Çaydan Çaydan o resmi ıssiq saqlagan çaydan. 15 ni beramiz. Mana çay qo'yib oshxonaga oladi nurg'ulg'an narsa. Endi bu faoliyatni biz abay deganda butun Shinjonga masalan duka ochgan, shu do'konlarga hammasi qilib beramiz bu faoliyatni. Shu duka ochgan do'konlarning hammasi shuna qila oladi faoliyatni. Buning hammani aynı bo'g'limi bo'lmaydigan şey. Manima hukmat bir ko'zim tiril ko'rdi. Bu 3 ko'y emas taqib turdi. 3 ko'yga 5 ni beramiz mana. Bu nimadi bu? Abay qayliq. Şuycu de. Stakan kenar bu. Abay stakan şu. Ha, ay ishib ko'rgan stakan. Ha, choy ichganman. Buning ashi nimlar taraf. Ha, stakan bechiralik stakan. Abi 3 ko'yga bermasam men machin olmaydigan. Ha. Shu. Demak endi mush narsalar aynib chiqadi. Ma soatlimni bunda chiroyli kelgan. Çay demlep siz buldu. Kaymak çay içiyor.
Turlar, Mani mağıl oldu. turlar intayin köpken ha turlar. Bunun bir tosunu ağıl oldu. Bir tosunu ağıl buldu. Bir tosunu. Bir to ağıl buldu. Demek mana demek meyli qandaq olsun, mishinchida qanchalik nima bo'lsin, shu o'lcham toshqanchada shuni sundirib ağıl bo'ldi gina. Qimmatda qarta anandan 10 ni manandan 15 ni anandan 5 ni yamanandan 2 ni patipotdan 1 ni degandek. To'g'ri. Albatta, to'g'ri. Bu hamdaylikni bizni qo'llab, abay degandek ben bir cho'ngroq tashlab, meni qo'llab beraychi deganlarga bizmi rahmat ishqallar deb, bizga qimmat bog'liq mollarimizni 3 qo'ydim bari qulun degan gap. Muzaffer aka mavi mavi. Bunun beriyotimiz, manandan 5 ni beriyotimiz. 3 koyga. 3 qo'yga. 6 stakan var, 6 stakan, bir çaynak. Endi bir şey tuzilgan anani, aşı mana ekranda ko'rsatishlarda ani ko'rsalar, mesela aş mallarni. Ani ko'rib barsanlar başlar. Barliq shu mallarning hammasi mana. Demek bo'g'inimiz abiyamiz ko'rib 3 millionlik mal setib olsa, Kima dükkan pek çoğun hemine aynı bulamadıkça. Aynı bulamagandan keyin ekranlar arkalar mishmallarning hammani bir ko'rsatib davatimiz. Bizning hammasi 3 ko'y shunday bo'ladi ekan. Bo'ldi. Bo'lmaydigan narsa yo'q ekan. Mallarning hammani shuga mumkin emas. Hammasi shunday ekan buni. Buning hammani aşı shunday bo'ldi. Patipun sili sundirilgandan keyin bu qimmatga bu cho'qim sundirildi ekan. Masalan, mallarmi ayrim yakka bas 3 qo'y. bu qog'oz qistilgan askanda, yakka bas 3 qo'y. Odatda buni cho'ng do'konlarda odatda 20 qo'y, 13 qo'y sotadi. 3 qo'y. Maldan turacak bizde. Malin bu işte bizim turam ne mi? Sopon o. Sopon. sopun kam Bu var. sopa bama. Aslında bir tane sap koyumuz. Çakmak kandak çıkıyor hoca. Birini sap koysak, şişinin içine teteydi o aşağımızı. Hem çıkıyor. Şişinin sopunu mu? Ha, şişinin sopunu. Bu akartlık Bu sopun judan sopun mu diyeyim? Abi yap sop git. Roznak söyleyip az kapmıyor ya bağlı. Bundan nasıl pek yaxşı tutulmuş. Manim dükkan. Bu mu sopun? İçkiyim satılan, juyduğun sopun. Nimi juyduğun? İçkiyim. İşkiyim judan. İşkiyimler ne? O işkiyimden sopunu ayrım yapıp gitti mi? Çünkü baş şovda okulda emas mı? Anadaki bakteriyalarını ötürüp. Mete yıkındı bir şey bu. Sopun ağrıydan bomsu bir şey. Un sopunda bizim juyurttum ben. Hayır, şatkım ya. Kulağım sopal çıkı juyunu örttüm ben. Çok çekim. Ma stakanlamış şunda çıralık ya Muzaffer Ha, aka. doğru. Yemin Bunu ediyorum mu çıralık 3 mas qo'y sundag'il buldiganlar. Mana Nur Mehmet madam. Uyning dungilak gilemlari. 3 qo'yga 10 ni verimiz aslında. Hey, Uyning ham yeri qo'yildi. madam hamına uyga ishiltmas. Biz ko'rib shuni yo'qyap. Mana dedim 20 elib qo'shilaq bizda bir chaqatni taqasaqma. Qo'shib qoladi, ha. Nur Mehmet. Jangan şeydi. Şimdi emmiz ma yek saldan nim bu? To'g'ri, yay saldigan palazlar shu. Yay saldigan palazlar. Palaslavna pacha. Palaz bunda sapanın üstü qo'yib qo'ysak, mashinga keyinib qo'yib qo'ysak bo'ldi. Endi buni yere mesela yo'g'onlarnimi? Mashina keyinib tashlab qo'yamiz. Taqqa chiqimiz, baqqa chiqimiz, ancha bir pokil tashlab qo'yib, o'tirtangmi? Mana aşı gilemne, ma gilemne 3 qo'ychanga birini beramiz. Shu birni Bir bir gilam ağırlamış. 2 metrda 3 metr. Ben bir öz gözlem bilen köreyip gilemni. Gara, Bir gara. malum bir tutib bermasak, cho'ng gilam ekan juma. Muzaffer aka bilan mesela hamkorlashib bo'lma demaymi? Mesela yeni to'ygan qiz yigitlar bor. To'g'ri. Uyini bezab bo'lib, shunday bir narsalarni setib olsak bo'ldi deb bizlar Mushigilam ko'yma. quvasizmi?
Şukoy. Şukoy ekan mana. Biz 20 bo'ldi aylanib qalaman hali. O'zimiz Bazaylanib rasmiy. Hozir bazaylanib emas. Sizlar uchun. Mana sizlar uchun tutyapmiz. Haqiqiy mana jim. Bana qarab turib ayro o'tirib andaki mandaki. Vakalatdan biz mana tutyapmiz ham. Mana o'zim aytganlar ameliy ahvol. Bo'lsa bizga o'xshash kelib fursat tutib, to'xtamlashib yoki bo'lmasa maxsus hamkorlashib bir shu markada 3 tanga tarmoq do'konlarni ochsanlar. Ya men do'konim tayyorda. Endi uni markasini o'zgartirib 4-5 yillik marka o'ma. Sen bunu da 5 ming ko'ylab, 3 ming ko'ylab mandilib, manadan bijna anadan 20 ming ilib ketsan davomli bo'lib turdi narsa bo'lgandan keyin. Adilka siz abim bir narsa dedingiz-ku. Agar men do'kon açsam dedingiz. Do'kon açsangiz, hech bo'lmasa bir do'konga degan 30-40 ming ko'ylab mal olasiz. To'g'rimi? 30 ming ko'ylab mal olaman desangiz, abayqidek narsadan shu ko'ydim beraverman 10 xil narsadan. To'g'rimi? Her qitim 3 ming ko'ylab mal olsa beraveramsan? Har qitim 3 ming ko'ylab olib beraverman. Bu birlik qitim emasmi? Birlik qitim emas. Her qitim emas, her qitim. Har qitim 3 ming ko'yni tashlasangiz, gilam olamsiz, ana olamsiz, patipo olamsiz, abiyaqidagi nimadan 10 olamsiz, 5 olamsiz, nimani olsangiz bo'laverdi. Biz bir yilda bir 30 ming ko'ylab mal olsak, Öy tuşulu. qoladi Tuşulu. 30 ming uyingizga 3 ming ko'y yetib peshib qolgandek turdi. Ya, endi 30 ming ko'ylab mal olsak, uni sotamiz be. 30 ming ko'yni yana 60 ming ko'y. Do'konga olib sotamiz uni. Uni do'konga sotamiz. Men bergan narsa bilan uy to'shak turgan emasman. Abaq gidimdan 10-20 mingni besmay qanday qildim 20 mingda. Ama qo'lim qo'yib urishib qolib bizdan bermandim o'tiraman. Vaqtim tugib bo'lmaysan Abdulka. Haqiqatdan mana men yolg'iz gap qilgan bo'lsam, menga ishinisida, lekin mana bu bugungi bu Nahmet taqdisnat ahamiyatli bo'ldi deb o'ylayman. Nurg'un vaqtlarda Nurmamat bo'lsam tamomliq o'sha tujruba partiyada qatnashib turibmiz. Sizlarmi shu sanga o'sha kasb shu bor. Menmish. Bak o'ltirib nurg'un narsalarni deymiz hamda tushunganlar tushunadi. Bo'libmi mamdi do'kondor, do'kon ochadiganlar. Do'kon ochadiganlar. Buni iste'mol qiluvchilarga hamda nimish qilsa ailimiz shu tutqil ailimiz yo'q buni. Ko'gili, tutqili, purg'ili. Bunda qarab buning qanday guli qanday deb manda qildigan baza ailimiz yo'q. Biz buni sizlar uchun aylanayapmiz buni. Shu. Mana haqiqatda tutbaqa. Mana xashu emasmi var. Mishlandan 5 ni beramiz shu qo'yga. 5 ni? Shu 5 ni. Bu do'stqanmi? Do'stqan. Baldiroq yaqsamanda va bak achim keldi. Barcha elavatdim endi Allah. Demak, bo'pti. Yana bir qitimdan apma qolamiz. Da bo'lgandan keyin mana endi men ekran oldirib Allah Mahmaydanda. Hamkorlashni xohlaydiganlar bu bir ahamiyatli bir bevosita tartish oldu. Bundan keyin bo'lsa shunaqa amaliy. Biz bu yerda o'zimizning so'litini yoki bo'lmasa bugun olganlarimizni naati pardozlik u gap qoldi bizga. Biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Maqsad mayli korxonchilar bo'lsin, mayli do'kondarlar bo'lsin, iste'molchilar bo'lsin, hammalar o'xshash naf ola olsak, bu bizniki maqsadimiz. Demek bu Biz çay içip oturgan ma çaynakmış şunda çıralık ya Muzaffer'ka. Bu mu üç koymay? Bunu üç koydum bir iş güçünü veremiz ya. Üç koy 5 nima? Şükret ukam. Muzaffer. Bayat dönemde seninki nayta aqlana bir qo'ygan taklifingga binoan bu yerda o'tirish maqsadmi? Aslida biz Jubojanni sening
Her qanday yağıranlığa bir botasak bulardı. To'g'ri. Bu yer ameliyatni chiqishni qilaylik. O'z ko'zimizni ko'rib, o'z qo'limizda tutib, ham sizlarga vakolatimiz, sizlar tavsiya qilyapmiz emasmi? Tavsiya qilayotgandan keyin biz ham bizni o'z qo'limiz ko'raylik deb biz ham o'rlashtirgan, nayt yaxshi o'rlashtirdik. Muzaffarlarni nayt zerikmay, terikmay yaxshi bir tushuntirib o'tdi bu yerda. Bu mallarning nereden çıkıp qanday bo'ldi degan nurg'un narsalar dedi. Men de mishning 30%'ini ben bunun hem de 30%'ini şu koy ağırlı bulduk aşağı desem hemen ağırlı bulduk yemezmi? Yo'q, bir emas. Yo'q, fikrimni beraman. Ba'zilarning shu ko'p bevosita ağırlı oldu. Lekin yana nurg'un yana ya men gilam oldim, men patifonni oldim. Deb endi turmushda umumiy kerak emasmi? Nurg'un narsa desa bo'ladi. Yamsa 3000 ko'ylak, menda aytganda 3000 ko'ylak kart bijirib qo'yib, uningga nurg'un narsa avatganga o'xshash narsa. Yo'q uchamga o'xshashda, itvar kartda. Bu men haqiqatda yaxshi o'tdi. Masalan, 10 ming so'm chiqirib, bizniki 3 tanga tarmoq do'konlarini ochqini bo'lgan. O'zinglar ijara to'lab, o'zinglar joy topgandan keyin biz vivisk ishlab berish, jihozlarni, shu mal qo'ygan jihozlarni ta'minlash, 10 ming so'mlik mal bilan ta'minlash, bu bilan bizlar hamkorlash bizning namimiz do'kon ochqini bo'ldi. Undan boshqa bayatdan yana dedim, men yana bir ta'kidlab qo'yay. Yana bir ta'kidlab qo'yay. Dükkanım var, özel markam var, lekin benim satqım var. Onu mu karşı alımız? Şu musamda 5 musamda mallar sanlar, ondan başka ne? Nurg'un abiyam biz degandek bunu qaytılmayla imtiyazlar erişirkemiz. Hem de hazır benim yani bir ben de nurg'unlagan adamlar aldıraş, soda, alakatçılığı turmuş, ballar okuyatıdı, çoğlar çoğ. Yani bir degandek turmuşlar o'xshamaydan qiyinchiliklar var. Mishnaq ahvolasida nurg'unlagan istimalchiligimiz jiroq ekan tog' yezib qishloqlarda. Anda o'g'andan keyin biz mishni oldik. Yoki bizning ehtiyojlar bo'lsa internetda tor orqali yoki shu qaydi orqali yetkazib bo'lamdi bo'lmam. Bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Ham shuning qarta bir bizning hamda mana shu mahsulotlarimizni beslanga bizning shu vakolatchi do'kon yoki tarmoq do'kon yoki zanjirban do'konga berish imkoniyati bo'lmay qolsa, tor orqali olsin bo'ladi. Bu tor adresi onunki app bu bir darslarni shavchon shu deganni yaqinda uni qilmoqchi. Ustozimiz shu to'g'riliq bizga maslahat berdi, shuni qandoq yuz o'qilish abay degandek biz bu dastlab keldik emasmi bu yerga. Qadam bo'lganki bizniki yetarsizliklar ba'zan xiyolimiz bor amaliyotda bo'lmagan narsaning hammasini birlab qilyapmiz endi. Men ham de halqiliq narsani so'radim cho'pkam. Naqo bu. To'g'ri. Menda bunda amaliy bir narsa bor. Masalan, mana shu qo'y. Men mana da birini oldim desa, bu shu qo'ydan kiras qimmat bo'lib qoldi. Shundoq. Bu vaqtda bu bundan kirasini to'lab siz elib bilan deyish to'g'ri keldi. Vaqtda bizlar 3 qo'y degan gapimiz sal o'zgarib qoladi. Yo'q. Men 3 qo'yga olaman. Bunu 4 qo'ylik haqqini, 5 qo'ylik haqqini, 10 qo'ylik haqqini men to'larman desa, qo'rqitlar. Menimcha sizlar andaq elaqa bekabekatni 3 qo'ylik narsani 13 qo'ylik to'xtatgan qilib qo'ymay, bo'lsa tövəndə nurg'ulgan do'kachotqalı var. Mayli Toshqo'rg'on, Charchan, Chaqiliq, Niya, Qaqiliqning ashta G'o'ljining 9 tara u bu nur yalajiq. Bundalar kichik do'ka ichotqalı var. Anda vaqtga siz 3000 qo'y, 5000 qo'ylar mal zakaz qilib, anandan tor orqali hamma tizimlab pul urib bersangiz, mal sizga urib bersa, shuni bilan undan boshqa gilam olamisiz, patiponni olamisiz, uni olib andaq manfaatga erishib bo'ladi deymi? Ma'biraz muvaffaq. Bu mu yaxshiki? Muvaffaq bo'ladi ekan. Do'kondarlarga nisbatan. Muvaffaq. Endi shu Nurmamat malim bugün alayda vaqt chiqarib keldi. Rahmat. Bo'lsam shu an'anaviy bilan shu tor so'zini yana birlashtirib qandaq qilib taqim yaxshi qilgan bo'ldi.
bir ikki gapini anlasak. Bo'ldi. Hozir hammamizga ma'lum internet rostdan taraqqiy qilyapti. Butun zihnimiz bilan amaliy do'kon kirib olsak bu xatolik. Chunki biz bu davrga yurishimiz kerak. Ya'ni butun kuchimiz bilan internetga kirib olib amaliy do'konni salqasak bo'lmaydi. Çünkü her şekilde masajprak, her şekilde ahmet verip mansak, enediği taraf kılalayımız. Yani bunun da bayatını yaz Muzaffer Efendi'yle deydik, Şavşan şuyunu gibi ne kılıçtık. Bütün mesullardan şundan çıkarıversek, bahçe istimalçılı olsun, yani başlar olsun, hemen hepsini şundan zakat düşürse adam. Doğru, hem de bunun da mal yapıp kalsa, ya malum sonunda da 50 yüzden artık mal ilişkilek, ya 100 yüzden mal artık ilişkilek, şundalar şirket bütün poşta hakkını götürdü de mahlalatı buldu. Yani küçük bir nesini hep koyup hem de bu krasını kopasa ama emniyet maskemeydi çoğu. Şu anda bundan keyin ma emniyet dükkançılarını köprek kollab, kirip ben çıkıdığım neyse bu içimdeki okşaşlar. Aşınarak bir neyse köprekler çoğu. Şu emniyet dükkançılarını köprek asas kıp durup, aşılan çıkış kıp durup. Hem aşılar bizge nispeten sıkılatı olsa, hem bizning aşağıdan zakaslı kirse, şunun menfaatini bağlap durup edip mansak texmi yaxşı bulurdu. Çünkü mal yetkiziş bolsun, avvalki şu yer dükkan açıqanlar bolsun, menfaat için bolsun, hemmesi yaxşı bulurdu. Enendiki bu nimenin jüboqlarları var. Dükkanlarımız jüboq qilamdi, qanday qilsa yüzüge. Sası bo'ladi o'zi. Chechib turib, iste'molchilarga kelsa texmi yaxshi. İstemalçılarımı uyda yetib verip durup, mahsulot manda ketdik deb o'ziniki 100 so'msini 100 manchilik men pul tayyorlasam mahsulotlarni uyga yekilayotgan dedik o'zim bir nim bo'ladi-da. Intayin yaxshi bo'ldi. Ham yaxshi tashviqotim bo'ldi. Nurg'un xo'asi bir narsalarni, ranglik bir narsalarni besib turishning o'rni yo'q. Endi buni tushuntirishli bo'lsin, ba'zi mahsulotlarni videoli holatda, masalan, gilam bo'lsin, bayatini tutib turib ko'rsatdi. Ana shunday narsalarni qanday jipdan to'qilgan, nima junay va chiqarib qo'yib, og'iz odam shu videoni besib turib ko'rib, aslında hammasi amaliyot bilan internetni bog'lashdi. Eng yaqin holatda ko'ra oladi. Demak, manda hozirgi mamoshida masodandisda har ishkisini olibmiz. Amaliy do'konmi bo'lish kerak, to'g'ri savdosimi sal qarmaslik kerak, ha? To'g'ri. Unda bo'lsa, bizning suhbatimiz muxli bir oy berib qoldi. Muzaffarga oxiridan to'liqlab qo'ygan taraflarimiz bo'lib qolsa, ko'rib turayotgan do'stlarimiz bir yetkazib bergan bo'lsa. Buldu, biz samimiy hamkorlik o'rnatamiz. Mayli iste'molchilar bo'lsin, mayli do'kondarlar bo'lsin, mayli bizniki markamizni qo'llansin yoki o'z oldiga markasi bor, do'koni bor yo'ldoshlar bo'lsin, biz tijoratda samimiy bo'lamiz. Shu kishilar uchun biz bilan hamkorlik qilsa, nihoyatda yo'lni to'g'ri tanlagan, hamkorlikni to'g'ri tanlagan ishlar bo'ladi. Chunki bizniki keynimizda bunda ustozlar bor. Mayli Janubiy Shinjang bo'lsin, Shimoliy Shinjang bo'lsin, mayli Urumchi shahri bo'lsin, nerede do'kon ochilgan bo'lsa, mush ustozlar biz shu vaqtda shu yerga berib, shu yerniki bozor taraqqiyoti, bozor yo'nalishi shuni tahlil qilib berib, shu orqali shuning taraqqiyotini biz tang olib boramiz. Biz do'kon ichib tashlab qo'yib, mana mal deydigan unda ish yo'q. Chunki bizda korxonaniki madaniyati bor. Korxonaning madaniyati bor. Shundaqli korxonaniki boshqarish tuzumimiz bor. Tuzilma kamchilik bo'lib qolsa mukammallashtiramiz. Ketib berib turib yaxshi ishlaymiz. Demak, bizlar hamkorlashuvchilar 1 yil 2 yil emas, bo'lsa biz xili uzungacha hamkorlik o'rnatamiz. Chunki bizningki nishonimiz, yo'lnishimiz, taraqqiyotimiz o'zgarib turdi bizningki. U o'zgarib turdi deganimiz yaxshi taraf qarab o'zgarib turdi. Abim ustoz degandek amaliy do'kon bo'lish kerak, to'r do'koni bo'lish kerak. Demak, shu yo'ldoshlarni har qaysi to'r do'kon etishga, qandoq etishga, shu jihatdan bilim bo'lmasa, mana ustozlar bor o'gitidi. Ondan keyin xaridorlarniki qandoq xaridor tutish, qandoq nim qilish deganni abiqidek faoliyatlar orqali shu xaridorlarni o'zimiz tutamiz. Ondan keyin biz bu 3 yillik mallar bilan emas, abiqi degan mallar bilan ta'minlaymiz. Ondan keyin shu bozorning ahvoliga qarab turib, biz nurg'un xizmatlarni olib boramiz. Ondan keyin mishada masalan bir o'quvchilardan bir so'raydigan bir savol bor. Şu mayli Adilkan bo'lsin yoki ustozimiz bo'lsin yoki Shuhrat obu bo'lsin, menda bir kallamda bir masala bor-ku. Pulni kimdan qarz olish kerak degan. Bunday narsa o'ylaymiz. Pulni kimdan qarz olish kerak?
Mishna bir oy bo'ldi. Biz qiyinchilik ushqishsak, birinchi o'ylaydiganimiz o'zimizning urug' tuqqani do'stlari. Mishlarda qazilishni o'ylaymiz shu. Biz nima uchun ularni qazalamiz? Nima uchun juda qazanmaymiz? Men o'ylashmaymiz. Men o'ylayman, menga pul lozim bo'lsa, 1000 koy, 500 koy pul lozim bo'lsa, men Odilkam o'z akam bo'lsa, Odilkamdan olmay, ma'lamdagi chovshidan olaman. Chunki men kunda mushi chovshi uchun savdo qilib, iste'mol qilib foyda yortaman. Demak, biz foydani chovshi qilib berib, pul qazqa olgan chog'da men hech qanday bir nim qilmaygan akam bilan aka bir 500 koy pul beradi deydigan bundoq. Mishna bir nim bo'ldi-ku. Biz endi mush keyingi yo'nalishimizda mushu do'kondarlar, mushu kirgan xaridorlarni tizimlab, qanday xaridorlar bizga jiq iste'mol qilib berdi, qanday xaridorlar bizga manfaat qilib berdi, qanday xaridorlar bizga mishnaq afzallik qilib berdi. Unda bo'lsa biz yil oxirida cho'qqim shu xaridorni mukofotlaymiz. Mana abay degan 3000 koy iste'mol qilganlarga ani beramiz, mani beramiz deganning o'zi shu ashnanga biz mukofot berdik degan. Manfaat berdik degan. Shuning o'xshash biz balkim ash faoliyatlarni naqd pul berishimiz mumkin. Muzaffar apanning degani menda o'xshaydi. Men tushunganda har qanday odamniki bir inovat nomeri bo'ladi shu. Mush do'konda, mush 3 tanga zanjirsiman do'konda qanchalik ko'p mahsulot setib olsa, shirkat ashniki setib olgan so'mmasiga inovat nomeri belgilab, ha, sen ma do'kondan bundan keyin pul tutmay yoki manchalik mahsulot achkitib ishlasang bo'ladi. To'g'ri. Dedigandek menda inovat nomeri belgiladi. Ha, inovat nomeri. Masalan, hozir ba'zan bir yerlardami amillashyotdi. Masalan, dorixonalarda kirib dori olmoqchi bo'lsak, siz Uyammo, azammo deydi, so'raydi. Yo'q desa telefon numarasini yamsa kirgizib olay deydi. Demak, ashunaqaqa jug'ulinib mangdi. Bizning nomerimiz jug'ulinib mangan ekan. Keyin aniki biroq bir olgan chog'da uning bahasi boshqadan bilan olgan bahoga o'xshamaydi. Yoki haqsiz, manchi pul yetibdi, manchilik do'rini ola olmayotgansiz deb deydi. Yamsa manchilik pulliq narsani siz bizning do'konimizdan tanlab ivasingiz bo'ldi deydigan bir qaytibda. Inovat nomerini nolga kirgizgan. Ha, ashuna o'xshash masalanga Odilkam bizning do'kondan masalan majilning o'zida 10 ming ko'ylik mal setib oldi. 10 ming ko'ylik mal setib olgan bo'lsa, Odilkam hech bo'lmagan chog'da bizga 2 ming ko'y foyda keldi degan gap 10 ming ko'ydan. Masalan, ashuna ichida 1000 ko'ylik narsani Odilkam berib versam bo'ldi. Yoki Odilkamga naqd pul qatorda bir narsa qilib versam bo'ladi. Ya bo'lmasa mashinangizga may qachonda 1000 ko'ylik bilet versam bo'ladi. Suyunib ketib Odilkam yana bizdan 10 ming ko'ydim yuqori narsalarni uni tijorat qiladi-ku. Ey, to'xtabdi. Shundaymi? Cho'krat to'xtabdi. Malni olsang, Muzaffarning do'konidan oljima. Men ma do'kondan olgandim, o'zi chaqirib menga 1000 ko'ylik may biltib beryapti deydi. Bunday gap. Hamda Odilkam shu vaqtning o'zi pul lozim bo'lib qilib bizning do'konga kirib, "Ukam menga 1000 ko'y pul berib turadi" desa, g'ashli bersak bo'ladi. Nima deganda bu odam bizga 2000 koy foyda yaratdi emasmi? 1000 koyni bersak nima bo'pti? Mening demoqchi o'qidim shu. Men ko'ga bergan bilan uni qaysi berib tursan deganda yo'q. Qaysi beram deb qaytaramsiz, qaytarmamsiz. U demak sizni bir mishnaq elib qo'ydikmi aka? Siz davomli to'xtab turma buldiga. Chunki foydani biz elib yeni iste'molchiga foyda qaytarib ma degan bu bir-birimizni qo'llash. Bu albatta iqtisod nima deymiz ma'lum ishni. Masalan, chujoy remmendalik yine shu xalq qaytarish degan bunday tijoratda shunday o'sha bir nima bo'lish kerak deyman. Suhbatlarimiz bunday yaxshi bo'ldi. Shunday. Muzaffar inimmi bugun asosiyatini deydigan gaplarni bir deb oldi. Meningcha bu gap tushunmaydigan odamni qamirichi yer shardi. Hammasi hozir bizning bu naq maydon taqdotimiz ko'rib, hozir pulni jug'lab hozir tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Meningcha bekmo bir hayron qolgandek pulmi yo'q bu yerda. Eng ishkasi 10 ming so'm. 10 ming so'mda hamkorlashishga bo'ladi. 3 ming so'm bilan yoki 5 ming so'm bilan o'zingizniki do'konlaringizga mal kirgizsangiz bo'ladi. Undan boshqa bayatdan da'vatgan nurg'a imtiyozlar, nurg'a foydaliklar bor. Undan boshqa jinohiri jug'lanma nomeri karta mukofotlasha bo'ldi ekan.
Nur Mehmet malum qandaq an'anaviy hozirgi zamonni birlashtirish, buning Ahmetning zo'rligini so'zildi. Men bayatni so'zildim. Shuhrat inimniki yetakchisi bütün dükkanını aylanıp şu magazinni. Ko'rdik. Haqiqatan narsalarda hech qanday masala yo'q. Naq shu rasmiylashgan zavodlarda chiqqan mallar. Adavog'anki bugungi söhbatimizmi hali har holda muvaffaqiyatlik bo'ldi. Bayat deganimizdek endi söhbatimizni ko'rib turayotganlar ichida nurg'unlagan korxonchi do'stlarimiz, shirkat xo'jayinlari do'stlar bo'lishi mumkin. Yana degandek hamkorlash orzusi bo'layotgan, o'zi tanlov bozori ochayotgan, do'kon ochayotgan hozirning o'zida do'stlar bo'lishi mumkin. Yoki odatdagi iste'molchilar do'konlarda bir narsa sotib oladigan bizning söhbatimizni bevosita tortishimizni ko'rgandan keyin, "Voy, ma bo'ladigan turkanga bumi, jiq pul ketmaydi ekan. Faqat ijara pulini men ko'tardi ekanman. Qolgan viviska ichidagi mol jihozlari, mal bilan to'shtirib berdi ekan, 10 ming ko'taraydi ekanman. Ishga g'ish do'kon topolmay qolib qolsam, yana pulimni qaytarib berdi ekan 10 ming ko'p pulni. Bu bo'ladigan ish ekan, qiyin qatirmi? Yuqori emas ekan buniki." deb mandaq nurg'unlagan do'stlarimiz o'ylagan bo'lishi mumkin. Demak, do'stlarimizningki bugungi shu bizning bevosita tarqatishimizdan, suhbatimizdan do'stlarimizga belgilik bir ta'sir kallasida bir ozroq bir uyg'unish hosil qilishini biz chin ko'nglimizda umid qilamiz. Oxiri deganimizdek do'stlarimizningki shu hamkorlash to'g'risida so'raydigan qanday maslahatlari, savollari bo'lib qolsa, bizning shu bevosita tarqatishimizningki shu qizil rangli chiziq boyada aloqa qilish nomeri degan yerda telefon nomeri ko'rinib turibdi. 1-4-9 213 008 1-4-9 213 008. Mushu Muzaffar apandimning ham telefon nomeri, ham unidar nomeri. Telefonni so'rasanglarmi yoki unidar qo'shib, masala so'rasanglarmi, mushu hamkorlash usuli to'g'risida texmi tafsili, texmi yaxshi tushuntirib qo'ydi deb o'ylaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, Adilka, hurmat muallim, Muzaffar aka, hammanglarga rahmat. Bugungi suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Bizning bevosita tarqatishimizni uzildirmay, izchil ko'rib kelayotgan, ko'rgan, texim ko'p do'stlarga tavsiya qilib qo'ygan do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh do'stlar, bugungi Urumchi Rafael savdo chaylik shirkati 3 tanga 3 ko'y, ya'ni Xinjiang mal ta'minlash markaziniki bevosita tarqatish bu faoliyatimiz mushakchi bo'lsin. Hammanglar xushvaqt bo'lgaysizlar. Hammanglarga rahmat. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat, ma'lum. Hamkorligimiz ham yaxshi bo'lib ketdi. Ma'lum davomli kelib so'zlab bersin, sizlarni qarab yetaklab man. Bo'ldi. Ma'qulmiz.